AI hamma narsani tezlashtirgan bo'lsa, kod qurilish tezlashgan bo'lsa, tizimlarni qurib beruvchi insonlarga doimiy tarzda ehtiyoj seziladi. Mana shu narsani qilib ber deganim bilan ish bitmaydi. Ya'ni unga to'g'ri buyruq bera olish ham kerak bir vaqt o'zida. Biz bitta yosh bolani tarbiyalayotgan vaqtimizda unga to'g'ri prompt kiritib, ya'ni to'g'ri fikrlar aytib, to'g'ri savollarga javob berib, uni katta bo'lish prosesini boshqarsak, AI ni ham aslida shunaqa boshqaramiz. Bizani AI ga topshirmayotganimiz eng katta sabablardan bittasi axloq masalasi. AI qanaqa axloqqa ega bo'ladi? AI dini bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ya'ni AI nimaga asoslanib menga bitta narsani yaxshi deydi va bitta narsani yomon deydi? AI so'ngroq Gauss ishda ko'rsatuvchi bo'ladi. Gauss ishlanmasi kerak, sababi bir xil takrorlanadigan yangi ishni qiladigan odamlarning ishini AI olishi mumkin. Sababi ularning ishlari doim takrorlanishda bo'lib qoladi. Pentagon Mudofaa vazirligi Amerikaning OpenAI bilan to'liq shartnoma erishgan, ya'ni odamlarning ma'lumotlarini AI ga topshirmasligi va qurol aslahalarni, ya'ni inson aralashuvsiz boyagi urush ishlatadigan qurol aslahalarni to'liq AI ga topshirmasligini shartini qo'yib imzolagan. Biza kiberxavfsizlik deganda tizimlarning xavfsizligini nazarda tutamiz, to'g'rimi? Hozir bozor ikkiga bo'lindi. Bittasi AI bilan ishlayotgan xodimlar, aynan kasblarni nazarda tutyapman. Masalan, pentester, AI bilan ishlayotgan pentester va AI ni aslida ikkalasi ham AI ni yordamchi qilyapti-da, bittasi full AI avtomatlashtirilgan va bittasi full knowledge ga qaratilgan, ya'ni full inson skillariga qaratilgan kiberxavfsizlik yo'nalishlariga ajralib ketdi, to'g'rimi? Ya'ni bozor hozir ikkiga ajralgan yoki bozor ketayotgan yo'lini aniqlashga harakat qilyapti. Nima o'zgarishlar kiberxavfsizlik bozorida? Kiberxavfsizlikda ichiga ham o'sha AI'da ta'siri nisbatan ancha ko'paydi. Nima ishlatyapmiz masalan pen testing amaliyotlarida? Pentester sifatida biz ham o'sha AI'da o'zimizni ishga qo'shyapmiz. Masalan, biz AI agentlar anchagina ko'paygan. Masalan, oddiy ma'lumot yig'ish jarayonini bemalol sun'iy intellekt bilan amalga oshirish mumkin. Ajoyib, shu haqida maqola o'qidim. Pen testing amaliyotlarining ichida eng ko'p avtomat AI lashtirish. Biz oldin avtomatlashtirish degan term ishlatardik. Hozir AI lashtirish degan termga o'tyapmiz. Aslida avtomatlashtirish, AI lashtirish bir xil narsa, faqat AI lashtirishda siz qilgan avtomatlashtirishingizda biroz aql qo'shasiz va tasklarni o'zi bajarish mumkin, to'g'rimi? Reconnaissance, ya'ni mana bu information gathering, ma'lumot to'plash mana shu AI orqali qilinishi tavsiya qilinyapti. Chunki ayniqsa portlarni zo'r skan qiladi. Yana nimalar ishlatyapmiz? Toollardan yoki AI bilan bog'liq Kali Linuxni AI lashtirilgani chiqdi deb xabar o'qidim men. Buni ishlatib ko'rdinglar? Men ishlatmadim hali. Kali NCP server deyiladi ko'pincha. Ya'ni oldin nima bo'lgan? Shunchaki browserda bitta AI bor. Men kerakli ma'lum bir prompt yozaman, u menga kerakli datalarni chiqartirib beradi va uni copy paste qilamiz. Hozir endi shu copy paste ham kerak emas. Ya'ni men AI ga ma'lum bir tool yoki eng oddiy variant VS Code qilishim mumkin. Promptni yozaman, u bo'yi copy paste qilishim kerak bo'lgan narsani o'zi avtomatik menga ishlatib beradi. Ya'ni workspace'ning ichiga kiribdi-da. Coworkerlarga o'xshab. Ajoyib. Timur, sizdachi? Hozir ayniqsa oxirgi paytda CloudBot, ya'ni Maltbotdan deb atalyapti. Lokalga o'rnatib, tizim ichida bemalol prompt berish orqali pentestingni avtomatlashtirish. Hozir ma'lumot to'plashdi, ma'lumot to'plashdan tashqari u to'g'ridan-to'g'ri hozir exploit uchun ham ishlatilyapti, exploitation uchun ham. Ya'ni O'zi mana bu CloudBot nima? Maltbot nima o'zi? Cloudy AI ni lokalga tizimga o'rnatib ishlatsa bo'ladigan format. Ya'ni men uni kompyuterimning ichiga kiritaman va unga zadachalar berishim mumkin. Xohlasam, masalan, biz SSH orqali oldin tizimga bog'lanib nimadir amaliyotlarni bajarardik. Demak, masofadan turib unga kompyuterga nimadir deyman va u bajaradi, to'g'rimi? Hidoyatxon, sizda-chi? Menda yangilik bor. Yanvar oyida Kaspersky e'lon qilgan bayonnomasida o'sha OpenCloud CloudBotning boshqa nomi. O'shanda yuzlab zaiflik topilgan. To'g'ri, AI vositalari bizga ishimizni tezlashtirib berishi mumkin, lekin ehtiyotkor bo'lib foydalanish kerak baribir. Ya'ni to'liq boshqaruvni AI ga berib qo'yish hozircha menimcha hali erta. Oxirgi marta guruhda she'r qilgan bir ismi esimdan chiqdi-da. Jasonmidi, Johnmidi, milliarder bor, Shark Tankda chiqadigan va kiberxavfsizlik bilan bog'liq kiberxavfsizlikka ehtiyoj yo'qolmasligini va AI erasida kiberxavfsizlik AI ga moslashish haqida aytgan. Shu haqida ham biroz ayting bizga. Sohani aksariyati AI tomonidan egallab boryapti degan hozir tendensiya ketyapti. Ya'ni aksariyat kasb egalari o'z kasbini, o'z o'rnini saqlab qolish uchun xavotirda. Sababi
oddiy inson qiladigan ishlarni AI bajarib boryapti. Ammo o'sha AI modellarni o'zida ham zaiflashib boryapti va bu zaifliklarni tuzatib borish uchun albatta kiber xavfsizlik mutaxassislari yoki ulardagi zaiflarni yopish uchun ham kiber xavfsizlik kasbi saqlab qolinishi kerak menimcha. Sababi qanchalik biz avtomatlashtirishga, sun'iy idrokka bog'liq bo'lgan hayotga o'tib bo'lganimiz bilan uni tarkibida baribir kodda xatolar, baglar bo'lishi mumkin. Sababi AIni yasayotgan ham odamlar. Hozir AIni AI yasayotgan zamonga qarab ham ketyapmiz, lekin baribir uni paytida baribir inson yozgan kod yotadi va u kodda albatta xatoliklar chiqish ehtimoli baland. Va ularni tuzatib, u zaifliklarni yopib borish uchun albatta inson omili baribir birinchi o'rinda turadi va bu kasbni albatta kiber xavfsizlik mutaxassislari egallagan. Mana shu orada 1 yil oldin adashmasam nimada Westminsterda qilgan bir speechimda shu narsani aytgandim. Keyingi 5 yilda valna bo'ladi-yu, boyagi oqim. Oqim shunaqasiga tepaga qarab ko'tarilib, keyin tekislash ehtimol haqida aytgandim. Bunda shu narsani nazarda tutgandim. Hozir biza AI erasini o'tkazyapmiz boshimizdan. Hamma kasblar o'zgaryapti, to'g'rimi? O'zgarmayotgan kasb yo'q. Nimadan tortib, ba'zida boyagilar hazillashganini ko'rdimda, men dasturchilarni, koderlarni hazillashganini ko'rdim. Ular nima deyishyapti? Men fermerlikka o'taman yoki men cho'ponlikka o'taman deyishyapti. Va umuman cho'ponlarga ish qolmagan, bilasizlarmi? AI dan keyin umuman cho'ponlarga ish qolmagan. Nima uchun? Chunki biza sigirlarni bo'yniga GPS va elektroshok beradigan, ya'ni mini elektroshok beradigan trackerlar qo'yganmiz va telefoninglarni ochasizlar, kartalardan bundoq belgilaysizlar va sigir o'sha, ya'ni mol u yoqdan chiqib ketayotgan vaqtida GPS avtomatik aniqlaydi va qisqagina signal bilan molga zarar bermagan holatda, albatta, masalan, biza otni bu yog'iga aniq qilsak, bu tomonga yuradi, xuddi shunaqa bo'lyapti. Aslida bu ishning hazili yo'q. Lekin insoniyat sifatida biz o'sha eraga kirib boryapmiz. Bizani qilishimiz kerak bo'lgan narsa nima bo'lishidan qat'iy nazar moslashish. Va men shu narsani prognoz qilgandim-ki, katta ehtimol bilan o'xshayapti. 1 yil o'tdi mana o'sha. Keyingi 4 yillik davomida deyishimiz mumkin. Evolyutsiya qilayotgan ishlarga insonlar respekt qilishi mumkin. Va undan keyin belgilaydigan narsa davlatlar, hukumatlar, regionlar o'zini shartlarini qo'yishni boshlaydi. İşte bu insonlarni ish bilan ta'minlash va yoki insonlarni nima bilandir band qilish uchun. Hozir hamma shu narsa haqida aytayapti-da, masalan, katta kompaniyalar AI uchun layofflar qilyapti, ya'ni xodimlarni ishdan bo'shatyapti deb. Bu ma'lum bir qism uchun. Chunki masalan, ma'lum bir qism ishdan chiqarildi va u qismni o'rniga yangi skilldagi insonlarni olib kelish uchun, yangi skilldagi inson kim bo'lishini sekin-sekin vaqt ko'rsatadi. Masalan, AI bilan ishlay oladigan insonlar va yoki mesela AI ga support qila oladigan insonlar. Mana bu robotlarda shunaqa gap ishlatardik-ku, biz agar robotlar hamma joyini egallasa, men nima bo'laman? Men robot ta'mirlovchisi bo'laman. Chunki robot o'zini o'zi ta'mirlay olmaydi. To'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab kasblar shakllanishni boshlaydi. Chunki insoniyat o'zini nimadir bilan band qilish kerak va biz o'sha kasblarga shakllanishga harakat qilamiz. Va eng muhim narsa shu. AI hamma narsani tezlashtirgan bo'lsa, kod qurilishi tezlashgan bo'lsa, tizimlarni qurib beruvchi insonlarga doimiy tarzda ehtiyoj seziladi. Davomiy tarzda tarmoqni nastroyka qiladigan, tizimni quradigan va bularni AI lashtirib beradigan, bularni bitta joyga qo'yib beradigan insonlar kerak. Va hozir biz hype ni gapiryapmiz. Aslida olganda Xudoyotxon shunaqa emasmi? AI hype bo'lmadimi bir orada? Nima deyildi statistikada? Butun boyagi yer aholisini necha foizi? 3%mi? 0.3%gina atigi AI toollardan foydalanar ekan aktiv hayotida. AI toollardan deyapman, ya'ni qurish uchun, buzish uchun va hokazo. Undan ozgina ko'prog'i chatbotlarni ishlatgan ekan. Masalan, ChatGPT deymiz biz, chatbot, cloud yoki kirib faqat savol-javob qilamiz. Shunga o'xshagan narsani ishlatish uchun qilgan ekan. Aslida bizning hozir bu yoqdagi vazifamiz kelajakda shu narsa bo'larkanmi emas, kelajakda qanaqa bo'larkan va men kelajak uchun qanaqa tayyorlanishim kerak. Hozir aynan shu qismda biz. Va biroz masalan kiberxavfsizlikni o'rganmoqchi bo'lgan, endi o'rganishni niyat qilayotganlarning fikri bilan qiziqaylik. Begzod, savol kelyaptimi AI bilan bog'liq? Hozirda o'qiyotgan o'quvchilarda ham ko'pi o'zi qanday usulda o'rganishni so'rashadi. Biz bundan ko'proq mentorlardan ham ma'lumot olishi va bundan tashqari sun'iy intellektlar orqali ko'proq ma'lumot olishini aytib o'tamiz ham. Bu holatda deyarli 80% o'quvchilar so'rashadi.
aynan clouddan qanday foydalanishimiz, qanday savol berishimiz, masalan, to'g'ridan-to'g'ri kiberxavfsizlik sohasida masalan hacker bo'laman deydi, savol bersa o'rgatmaydi. Aynan bu holatda ham to'g'riroq so'rash kerak bo'ladi. To'g'ri. AI bilan bog'liq yana shunaqa savol berishmayaptimi? AI chiqdi masalan, endi pentesterlikka ehtiyoj seziladimi deb so'rashmayaptimi? So'rashadi. Bu holatda tushuntiramiz. Chunki hozirda sun'iy intellektlar to'g'ridan-to'g'ri tizimlarda o'ziga permissionlari yo'q bo'lgani hisobiga va bu sohani egallashi qiyin. Va undan tashqari masalan bironta dasturlash tilida proyekt yaratadigan bo'lsa, to'liq hozir yarata olishi mumkin. Bitta odamning o'zi, aynan masalan dasturchi bo'lsa yangi aynan cloud orqali bemalol qura olyapti, lekin to'g'ridan-to'g'ri kompaniyani cloudlar bilan boshqarish hozirda qiyin. Shunaqa va bitta jamoaning ichiga qo'shilib ishlay olishingiz uchun siz cloudni knowledge'ingizga bog'lab ishlata olishingiz kerak. Ha, shunday. Cloudi sizga masalan mana bunaqa hype boshlandi-yu, la'natlar RAM narxini o'chirib yubordi, Mac'lar narxini o'chirib yubordi. Hamma Mac mini olib tashlayapti, cowork qilib tashlayapti-yu. Buni ikkita minusi bor. Birinchi navbatda okey, nimadirlarni qilib beryapti, lekin foydasi yo'q o narsani. Twitterda yozishyapti, buncha foyda oldim, buncha narsa qildim deb. 80% dan ortig'i yo kurs sotish uchun qilingan narsalar va yoki bo'lmasa qanaqadir maqsadi bor ortida. 20% normal holat deb ko'ra olaman. Plus ikkinchisi Cloudibot oxirgi marta kimda $300,000 qarzga kiritib yubordi API token ishlatgani uchun. Bu yoqda yana shu narsa borda. Biz AI lashtiryapmiz, okey. AI ni masalan Cloudidan ishlatish uchun men ma'lum miqdor pul to'layman, to'g'rimi? Va men kompaniya egasi bo'lsam yoki bo'lmasa xodim bo'lib turib Cloudini ishlatsam yoki Cloudi haqida ko'p aytyapmiz-da, AI deylik shuni, AI ishlatsam, AI meni qilayotgan ishlarini token generate qilgani uchun, token ishlatgani uchun mendan u serverlarni ishlatayotgan pulini chiqarib oladi, to'g'rimi? Va dasturchilar $800,000 atrofida ishlatyapti, aynan faqat kodini o'zini yozdirish uchun. Bu ham bir tomonlama muammo bo'lishni boshlaydi kelajakda va bu narxlarni minimumga tushirish uchun inson knowledge baribir kerak bo'ladi. Inson knowledge AI ni to'g'ri boshqarish. Buni mana bunaqa qilasan, buni mana bunaqa qilasan. Bu shunga o'xshaydi. Mana bu bitta grafik bor-u, labirint bor va AI modellari ba'zisi labirintni barcha eshiklardan yurib kirsa, yana ba'zilari birinchi eshikni yurib ketishini o'zidan analiz qilib, eshik deb men yo'lni birinchi eshikdan kirib yo'lni analiz qilib, qolgan yo'llarni analiz qilib, eshikni tezroq topishga harakat qiladi. Va bu ikkita analizda GPU larni yoki yana ham soddaroq qilib aytaman, kompyuterni hisoblash amalini bajarish, elektr tokini sarflashi va hokazo barcha yo'llarni bir vaqtning o'zida sinaydigan AI bot uchun ko'proq. Chunki u birdaniga barcha yo'llardan boshlaydi. Va o'shaning hisobiga ko'p generate qiladi. To'g'rimi? Bu yoqda agar labirintda biza yo'lboshchilik qilmoqchi bo'lganimizda yo'llarni birin-ketin sinab va bitta yo'ldan analiz qilib boshqa yo'lga bor deyishimiz mumkin edi va shunda masalan bitta yo'lni yoki ikkita yo'lni test qilib ko'rardik. Ikkinchi yo'ldan keyin biza borishimiz ehtimoli ko'payadi yoki bo'lmasa borgan bo'lamiz katta ehtimol bilan. Va hammasini birdaniga analiz qildirish AI ni tokenlarini ko'p ishlatishga sababchi bo'lsa, bitta yo'lni sinab ko'rish, agar yo'l oxirida bo'lmasa albatta tezroq natija beradi va tokenlarni asrashimizga sababchi bo'ladi. Okey, AI haqida biroz gaplashdik. Endi savol. Hozir aynan 2026, 2027 ham deylik. Yo'q, mayli 2027 demaylik, 2026 bitta insonni knowledge bo'lmasdan turib AI ni boshqara oladimi? AI bilan nimadir qila oladimi? Masalan, hozir aytayapmiz-ku. Masalan, men Mac mini olsam, cloud o'rnatsam, la'nati oyiga $30,000 generate qiladigan startup yasa davay deb tepib tursam, qila oladimi shu narsani yoki shunga o'xshagan nimadir bormi? Nima deb o'ylaysizlar? Nima fikringlar bor? 2026da qayerda biza inson knowledge qanchalik talab qilinyapti? Yo'nalish berib turmasa baribir foydasi yo'q. Sababi o'sha u qanaqadir kontekst berganimizdan keyin o'sha kontekst doirasida nimadir qilib bera oladi. Masalan, AI agentni u kompyuterimizga ulaganimiz bilan ichida nimadir proyekt qurish uchun, masalan, Cloudini ulasak ham
ya'ni kontekst hajmi bor-ku, necha mingtadir ana tokenni eslab qololadi, qolganini eslab qololmaydi. Shunaqa. Bitta proyektni biz qanchasidir tushuntirdik, quryapti, yarmiga borib u to'lib qolgandan keyin boshidagi narsalarni unutishni boshlaydi, boshqa tomonga ketib qoladi, ya'ni normalni qurolmay qolishi. Ya'ni Ajoyib. baribir odam o'sha narsani yo'naltirib turishi kerak. Shunaqa. Boya enumerationda ishlatyapmiz deganimda ham nimadir neto narsani to'xtamay 100 mingtalab narsani Loopga kirib qoladi. qolib ketishi mumkin bitta tupikka kirib. O'shaning uchun to'g'ri tomonga ketishni baribir boshqarib turmasa bo'lmaydi. Ajoyib. Sizlarda? Keyin AI faqat yordam ko'p asosan yordamchilikni bilmaslik kerakda. Ya'ni shunchaki mana shu narsani qilib ber deganim bilan ish bitmaydi. Ya'ni unga to'g'ri buyruq bera olish ham kerak bir vaqtda o'zida. Ya'ni agar to'g'ri buyruq bermasa nima qiladi? U sun'iy direkt o'zi nimadir yo'q Generate qilishga joydan harakat qiladi. generate qiladi va boyagi sizga kerak bo'lmagan narsalarni to'ldirib tashlaydi ko'proq. Va shu joyda prompt yozish qanchalik muhim? Men savolingizga fikrim hozir 2026 da aynan vaziyat har xil odam har xil sohada foydalanadi. Misol uchun sun'iy intellektni qaysi sohadagi odam nima maqsadda savol berayotganiga qarab turib, misol uchun aytdingiz, ITdan xabari yo'q odam, boshqa sohadagi odam $30,000 startap qurib beradi desa, qila oladimi? Uni qilishi mumkin. Har doim masalan AI bilan doimiy aktiv ishlab yurgan odam to'g'ri prompt berish orqali nimadir foydali ideya ola olishi mumkin, lekin umuman IT ga aloqasi yo'q bo'lgan boshqa sohadagi odam shu telefonni ochib yoki kompyuterni ochib turib oddiy ikkita gap bilan prompt yozib turib bu narsani qildira olmaydi. Ya'ni AIda data bor. Siz unga o'sha datani saralab kerakli narsani ola olishingiz uchun u bilan aktiv masalan har kuni prompt yozib, unga buyruqlar berib tarbiyalagan bo'lishingiz kerak deb o'ylayman, misol uchun. Tarbiyalash so'zi juda yaxshi ishlatildi. Aslida sun'iy intellekt ham tarbiyalanadi. Tarbiyalash yoki o'qitilish shu ikkita so'zdan bittasi o'qitiladi, to'g'rimi? Bizda bitta yosh bolani tarbiyalayotgan vaqtimizda unga to'g'ri prompt kiritib, ya'ni to'g'ri fikrlar aytib, to'g'ri savollarga javob berib, uni katta bo'lish protsessini boshqarsak, AI ni ham aslida shunaqa boshqaramiz. Yana promptga ham bitta narsa. Prompt yozish uchun ham AIda o'zidan foydalanish. Yo'q, manada birinchi kirayotgan promptchi. Birinchi kirayotgan Big Bang. Birinchi kirayotgan promptchi. Cloudidan nimadir so'rash uchun GPT-ga o'shani so'rash uchun prompt yozib berdi, yozdirib, keyin bundan so'ratib. Ikkita subscription. Flatman ham Cloudiga $20, ham ChatGPTga $20. Endi suhbatni biroz shu yoqqa bog'lashga harakat qilaylik. Tak, shunaqa narsa dedik, to'g'rimi? Insonlar nima bo'lishidan qat'iy nazar, mani fikrim shunaqa, mani fikrim emas, aslida shunaqa. Masalan, Elon Musk chiqib, aksariyat kasblarni mouse boshqariladigan aksariyat kasblar yo'q bo'lib ketish haqida aytayapti, to'g'rimi? Masalan, Excelni hech kim boshqarmaydi, hisob kitoblarni hech kim qilmaydi va hokazo va hokazo. Lekin e'tibor qilinishi kerak bo'lgan bitta jihat, tizim qurish davomiy tarzda aktiv bo'ladi. Va pentester sifatida tizimlarni qanaqa ishlashini yoki tizimlarni bir-biriga bog'lashni menimcha pentesterdan yaxshi tushunadigan inson yo'q. Backendchi faqat frontend qanaqa bog'lanishi bilan qolsa, frontendchi faqat frontend qanaqa bog'lanishi bilan qolsa, full stack hammasini tushunadi-yu. Pentester full stack plus tizimga o'rnatilishidan boshlab qanaqa qilib ishlatilishini tushunadi. Va keyingi jarayonlarda, ayniqsa hozirgi roadmapimiz tugidi, masalan ICP roadmap deymiz biz. DevSecOps haqida gaplashgandik eskilardan. DevSecOpsga ayniqsa talab ko'payishi haqida men prognoz qilyapman. Nima uchun? Chunki tizimlarni qurib beradigan insonlarga ehtiyoj seziladiki, masalan qaranglar, shunga o'xshatsak bo'lar ekan. Masalan, Toshkentda bir burchagi va kichkina shaharcha qurildi va shaharchaga insonlar tashlash boshlandi, to'g'rimi? Birinchi bo'lib u yoqda haqiqiy eng tez sotiladigan va eng ko'p talab qilinadigan ish nima deb o'ylaysizlar? Ish nima bo'ladi deb o'ylaysizlar? Insonlarni yashashi uchun uyga ehtiyoj sezadi, to'g'rimi? Va insonlarni yashashi uchun uy beruvchilar quruvchilarga ehtiyoj sezadi. Va siz bitta bo'sh joyga insonlarni to'ldirsangiz va u yoqdan nimadir kutsangiz, u yoqda qanaqadir jamiyat bo'lishini kutsangiz, demak quruvchilarga ehtiyoj sezamiz. Va pentester aynan quruvchi. Hozirgi boyagi insonlar, bitta burchakka tashlalayotgan insonlarimiz AI botlar, AI coworkerlar, masalan AI tizimlar, lekin ular ham qayoqdadir ishlaydi. Ya'ni masalan shunaqa. Davay deylik, KFC avtomatlashtirilgan lokalda ishlovchi nimadir qurmoqchi.
va bu tizimni qurish, uni tarmoqqa bog'lash, tizimni ichida AI botni ishga tushirish, keyin undan keyin AI nimadir qilishni boshlaydi, to'g'rimi? O'sha qurish prosessi DevSecOpschilarni, pentesterlarni, tizim administratorlarini, tarmoq administratorlarini ishi bo'lib qoladi. Va mana bunaqa gap chiqdi-yu, bu gapga qo'shilaman. Masalan, Nvidia'ni CEOsi shunaqa dedi. Yo'q, Nvidia'ni CEOsi emas. Hidoyatxon adashayotgan bo'lsam, meni to'g'rilang. AI'ni otasi, AI'ni Godfather'i shunaqa terim ishlatgan edi. AI erasida biza ko'proq plumberlarga ehtiyoj sezamiz. Ya'ni elektriklarga ehtiyoj sezamiz yoki bo'lmasa santexniklarga ehtiyoj sezamiz degandi. Aslida ularga ehtiyoj sezishimizning sababi aksariyat boyagi oq yoqali ishlar deymiz biz, ayniqsa kompyuterda o'tirib qilinadigan ishlarni olayotgani uchun, to'g'rimi? Va tizim qurish ham aynan shunga to'g'ri kelyapti. Agar robotlar ko'payayotgan bo'lsa, tizimlar ko'payayotgan bo'lsa, ularni boshida biz qurib beramiz. 10 yil, 20 yil, 30 yildan keyinini gaplashmayapmiz. Men hozir maksimum 5 yilni aytyapman. 5 yil ichida tizimlarni davomiy tarzda insonlar qurib berishda davom etadi. Lokal hostlarni, serverlarni va hokazo. Va undan keyin o'ylab ko'rishimiz mumkin mayli, nimadirlarni. Lekin undan keyinini o'ylashni tavsiya bermayman, chunki sizlarga foydasi yo'q. To'g'rimi? Bizga ham foydasi yo'q. Hidoyatxon, nima deysiz shu haqida? Menimcha AI so'ngroq Gauss quyishda ko'rsatuvchilar bo'ladi. Gauss quyishdan olsa kerak, sababi bir xil takrorlanadigan ishni qiladigan odamlarning ishini AI olishi mumkin. Sababi ularning ishlari doim takror ravishda bo'lib turadi. Menimcha shular, ya'ni inson misol uchun ijod qiladi, nimadir yangi narsa ixtiro qiladi. AI bilan bog'liq o'tgan oyda bo'lgan trendlardan biri ko'rgan bo'lsa kerak, Notebook degan ijtimoiy tarmoq chiqdi. U yerda faqat AI agentlar, ya'ni AI agentlari bir-biri bilan yozishib, bir-biridan muhokama qilib o'tiradi, lekin o'shani ham ishga tushirish uchun odam o'zini AI agentini u yerga biriktirishi kerak. Ya'ni o'zini o'zi u yerga biriktira olmaydi. Ya'ni kelajakda biz qay darajada avtomatlashtirilib ketishimizdan qat'iy nazar, qay darajada AI bizga AIga qaramlik qilishimizdan qat'iy nazar, lekin uni ishga tushirish uchun baribir insoniylik kerak bo'ladi. Va uni xavfsizligi jihatdan kiberxavfsizlik mutaxassislari, pentestlarga doimiy talab bo'ladi deb o'ylayman. Shu narsani so'ramoqchiman. Tizim bilan bog'liq, umuman AI hozir bizga ochayotgan ish o'rinlari kelajakdagi hali ochilmagan bo'lsa, ochishni boshlagan, lekin kelajakda yana ham ko'proq ish o'rni ochsa, tizimlarni qurish bilan bog'liq, AI tizimlarni oyoqqa turg'izib berish bilan bog'liq. Men yon atrofda pentestingdan ko'ra ko'proq chiroyli roadmapga ega birorta yo'nalish ko'rmayapman. Sababini boya tushuntirib berdim. Frontend qiladigan ishni, backend qiladigan ishni tushunib ko'rsak yoki bo'lmasa DevOps qiladigan ishni tushunishga harakat qilsak yoki davay ketdi AI qiladigan ishni tushunishga harakat qilsak, AI LLM modellarini ustida ishlashi mumkin yoki umuman machine learning mashinani o'qitish bilan ishlashi mumkin. Lekin tushunyapsizmi bolalar, ular qilayotgan ishlarni barchasi bitta joyga birlashishi uchun tizimlar qurilishi va tizimlarning xavfsizligi ta'minlanishi shart. Va bu narsani uzoq muddat davomida inson amalga oshirishi aniq. O'tgan oy video ko'rgandim. Linux Torvalds, Linux va Gitning asoschisi, u ham AIdan foydalanadi ekan, Cloud'dan. Ya'ni Linux kernel yozishda yordamchi assosi sifatida bu ham sun'iy idrokdan foydalanadi ekan. Ya'ni AIdan qo'rqmaslik kerak deb o'ylayman. To'g'ri, oramizda axborot texnologiyalarida, kiberxavfsizlikda, pentestingda konservativlar bo'lishi mumkin. Ya'ni hamma narsani o'zim qilaman, AIga hech narsa qildirmayman, 100% ishimni o'zim qilaman deganlar bo'lishi mumkin, lekin moslashish kerak. Zamon talabi ishni tezroq mahsulot qilish uchun baribir AI kerak deb o'ylayman. Lekin Cloud'ning limitini qanaqa qilib eplayotgan ekan, tugab qolyapti. Donation ko'p bo'lsa kerak-da. Followerlar ko'p-ku. Linux Torvalds. Kiber xavfsizlikni regulyatsiyasini oramizda sizda yaxshi tushunadigan yo'q. Bor-da, siz kitoblarni tarjima qilganingiz uchun va hokazo yana ham yaxshiroq tushunasiz. Siz nima prognoz qilyapsiz? Kiber xavfsizlikni regulyatsiyalarida ayniqsa AIning o'rni qanaqa bo'ladi? Masalan, bizneslar kiber xavfsizlik qoidalarini shakllantirayotganda, kiber xavfsizlik qoidalariga amal qilayotganda va hokazo AIning o'rni qanaqa bo'ladi? Yevropa bo'lsin yoki bilmayman, rivojlanib bo'lgan davlatlar AIga qanaqa qilib tayyorlanyapti? Nimasini integratsiya qilyapti? Qayerga e'tibor qilyapti? Masalan, boyagi men bo'ldi-yu, Fransiyaning prezidenti Macron 30 million dollar ajratdi AI loyihasiga va amerikaliklar nima qilishni boshladi.
nechta video karta olasizlar, 10 ta video karta olasizlarmi deb vizualizatsiya qilishni boshladi va hokazo. Ular uje nimani birinchi qadamni tashlashdi AI bilan bog'liq nimadirlarni o'zgartirishga. Oxirgi yozgan bloglaringiz va hokazolar bilan kelib chiqib fikrlaringizni bildiring iltimos. AI bilan bog'liq tendensiyalar juda kuchli ketyapti. O'tgan yil ko'rgan bo'lsanglar, Albaniyada AI vazir ishga tushdi, Qozog'istonda AI vazirligi ishga tushirildi. Dunyo bo'yicha AIga diqqat qaratilyapti. Lekin o'sha AI foydalangan paytda ham biz hozir prompterlar haqida yoki prompt kiritish haqida gapiryapmiz. Rule degan narsa ham bor, ya'ni AI ga biz qanaqadir qonun qoidalar kiritib qo'yishimiz mumkin. So'zlamadan u o'sha biz kiritgan qoidalardan chetga chiqmagan ravishda ishlashga harakat qiladi. Va hukumatda yoki boshqa joylarda, boshqa sektorlarda AI dan foydalanishda shunaqa rullarni kiritish kerak deb o'ylayman. Ya'ni bir joyning qonun qoidasi ikkinchi joyga to'g'ri kelmasligi mumkin. Yaqinda o'zimizda ham yangi qonun ishlab chiqarildi. O'zbekistonda menimcha joriy ham bo'ldi. Ya'ni shaxsni ma'lumotlarini AI da qayta ishlash uchun uni roziligi albatta talab etiladigan bo'ldi. Misol uchun qanaqadir mashhur shaxs bor yoki o'zimizni haddagi o'qituvchilar bor. Ularni qaysidir birini rasmini olib turibman, edit qilib turib AI bilan ijtimoiy tarmoqqa hazillashib ham qo'yishim mumkin emas bu yo'lga. Ya'ni O'zbekistonda ham shunaqa qonun joriy qilindi. Ya'ni AI ni joriy qilishda biz mahalliy qonunchilikka diqqat qilishimiz albatta kerak bo'ladi. Bizda ishlatayotgan AI modellarining aksariyati Amerikaniki, Xitoyniki va biz uni ishlatayotgan paytimizda u doim ham biz O'zbekistondan ekanligimizni, O'zbekistonga mos qanaqadir kontent yoki nimadir yaratish kerakligini u doim ham bilavermaydi va o'sha holatda biz unga rule kiritib ketishimiz kerak, ya'ni qoida. Bu mahsulot yoki bu ishlanma O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo uchun o'sha yerni mahalliy qonunchiligiga qarab turib bu narsani yasat yoki o'zgartir deyishimiz kerak bo'ladi. Kimdan ko'ra olyapmiz shunaqa boyagi qaysi davlatdan ko'ra olyapmiz shunaqa bo'layotgan ishlarni? Masalan, Amerika hukumatı AI bilan bog'liq integratsiyalardan nima qildi? Shu vaqtgacha masalan, adashmayotgan bo'lsam, Amerikani Department of Defense Grokni integratsiya qildi. Shu bo'yicha bugun yangida o'qidim. Shu Pentagon Mudofaa vazirligi Amerikani OpenAI bilan to'liq shartnoma erishgan, ya'ni shartnoma imzolagan. Faqat shart qo'ygan OpenAI hukumat, ya'ni xavfsizlik, Pentagon odamlarning ma'lumotlarini AI ga topshirmasligi va qurol aslahalarni, ya'ni inson aralashuvsiz boyagi urushda ishlatadigan qurol aslahalarni to'liq AI ga topshirmasligini shartini qo'yib imzolagan. Keyin xuddi o'sha Pentagon shu masala bo'yicha Claude bilan shartnoma qilishga harakat qilgan, lekin Claude bu narsaga rozi bo'lmagan. Ya'ni u xavotirdaki hukumat Pentagon insonlarning ma'lumotlarini to'liq AI ga topshirishida, ya'ni ular qo'yayotgan shart maqsad o'sha xavfsizlik tashkilotlari, vazirlik sun'iy intellektlardan to'liq bunaqasida nima deydi? Hozir aytdingiz-ku, prompt tugab qolyapti, so'rovlar tugab qolyapti. O'sha tugab qolmagan holatda to'liq nazorat vazirlik ishlata olishi kerak. AI istalgan AI. Ularning maqsadi shu, lekin unga ko'nmayapti Claude. Shu hozircha unaqa bo'lyapti o'rtada. Ko'ngan taqdirda qanaqa ssenariylar kelishi mumkin ko'z oldimizga? Masalan, men notebookimni ochdim. Savdo Abdulvahid hozir qayoqda dedim. U butun tizimni analiz qildi, kameralarni tekshirdi, lokatsiyalarimni tekshirdi. Agar hukumatda bo'lsam, demak, meni sim karta joylashuvlarimni ham hammasini analiz qilib, meni qayoqda, hozir nima qilayotganim va ertalab soat nechida uyg'onganim va nechida ishga chiqib ketganlarim bilan bog'liq hamma datalar qo'lda bo'ladi, katta ehtimol bilan, to'g'rimi? Hozircha hali ham bor. Faqat kimdir ehtiyot sezsa, nima deydi? Departamentga aytadi, "Davay menga topib ber" deydi. 10 kishi, 15 kishi ishlaydi buni ustida, to'g'rimi? O'sha narsaga ko'nmayapti Claude. Soniyalarning ichida o'zgaradi-da keyin, to'g'rimi? Hali ya'ni sun'iy intellekt to'liq inson aralashuvisiz xavfsizlik masalalarida qaror chiqargan darajaga yetgani yo'q. Chunki ya'ni Mudofaa vazirligi bu narsani hali to'liq ishlatishga tayyor emas AI deb shart qo'yapti. Shu tortishuv bo'lyapti, kelishuvga erisha olmayapti. Shu qismida nima uchun to'liq topshirilmayapti? Nima uchun tayyor emas biza? Birinchi navbatda sun'iy intellekt hali inson vizualiga ega emasligi. Biz hozir sun'iy intellekt ChatGPT'ni ichida yozamiz. U keyin kontentlardan foydalanib menga eng to'g'ri natijani olib chiqishga harakat qiladi. ChatGPT'ning shunaqa vizuali yo'q. ChatGPT uchda olamimizni his qila olmaydi hali. Ya'ni masalan yurish nima ekanligini yoki bilmayman yugurish nima ekanligini yoki bo'lmasa mashina haydash nima ekanligini biladi, faqat tekstlardan biladi. Nima ekanligini his qilmaydi.
va u nima ekanligini his qilgandan keyingina insonni foydasiga nimadir hal qilishi mumkin. Va bu yoqda bizani AI ga topshirmayotganimizning eng katta sabablaridan bittasi axloq masalasi. AI qanaqa axloqqa ega bo'ladi? AI dini bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ya'ni AI nimaga asoslanib menga bitta narsani yaxshi deydi va bitta narsani yomon deydi? Asosiy muammomiz shu yoqda katta ehtimol bilan. Hozir davlat sistemaga ham MyGov'ga AI ma'lumot qismiga biriktirilgan. Profilingizga kirsangiz, siz haqingizda xulosalarni AI asosida tayyorlab ko'rsatadi. Qiziq. Ya'ni sizni moliyaviy holatingiz qanaqa, sog'lig'ingiz qanaqa, hammasi haqida informatsiyani sun'iy intellekt taqlidi asosida chiqaradi. Ajoyib. O'sha narsa. Uni qanaqa amalga oshirishsa? Uni orqada endi balki o'sha statistikani qarab, tranzaksiyalarimizni chiqaramiz. O'shalar asosida maybe chiqarayotgan bo'lishi mumkin. Ajoyib. Bizani AI bilan bog'liq Xudoyxon kiber xavfsizlik va plus AI bilan bog'liq eng ko'p tashvishga soladigan narsa nima bo'ladi? Axloq bo'lsa kerak, sababi aksariyatimiz hozir misol uchun iPhone'ni ma'qul ko'rishimiz mumkin, Apple'ning iPhone mahsulotini. Sabab bu kamerasi yaxshiligi yoki tez ishlashligi uchun, lekin eng oxirgi model iPhone'larda ichida ChatGPT birikkan, Apple Intelligence'ga, ya'ni Apple'ning o'zining AI bor deb da'vo qilingan, lekin Apple hozircha o'zining AI'ni yasab ulgurgani yo'q va ayni damda ChatGPTdan foydalanyapti. Va ChatGPTni ota kompaniyasi OpenAI AQSh hukumati bilan shartnoma tuzgan. Unga ko'ra, agar Amerika hukumati o'zini federal qonunlari bo'yicha nimanidir noqonuniy deb topadigan bo'lsa, OpenAI, ya'ni ChatGPT unga to'liq ma'lumotlarni ochib beradi. Ya'ni biz iPhone ishlatyapmiz, oxirgi versiyadagi iPhone'larni, ularning ichida Apple Intelligence bor. Apple Intelligence default, ya'ni odatiy holatda ChatGPT yoqilgan bo'ladi. Bu degani iPhone'dagi ma'lumotlarni deyarli hammasiga Amerika hukumatini kirish imkoni bor. Va bu yerda so'roq ustida qoladigan narsa axloq. Ya'ni biz Amerika hududida yashamaymiz. Agar yashagan taqdirimizda ham bizni shaxsiy ma'lumotlarimiz sensitiv deytamiz, Amerika hukumati tomonidan noo'rin foydalanilishi mumkin. Va asosiy jihat menimcha axloq va aytganingizdek. Yana bitta problema bor. Boya startap qurish deyilganiga, ya'ni hali bu narsanday to'liqana qo'llab-quvvatlangani yo'q. Muhokamada AIda siz startapingizni qurdirsangiz, u narsani mualliflik huquqi kimga tegishli bo'ladi? Cloud'gami yo sizgami? Kecha X'da shunaqa muhokama ketdi. Cloudy yoki katta OpenAIga o'xshagan katta jamoalar qaysi startap AI bilan bog'liq qaysi startap zo'r yurayotgan bo'lsa, hammasini copy paste qilib olishyapti darrov. Cloudy Cowork'ni qo'shdi. N8 degan loyiha bor deysizlar debsa, bir-biriga bog'lab API'larni bir-biriga bog'lab kerak bo'lsa promptlar bilan nimadir generate qilsalar bo'lardi oxirida. OpenAI uni qilgandi. Va hozir OpenAI pastlashni boshladi. Chunki har kun necha millionta dedi? 800 mingta dedimi? 8 millionta dedimi? Esimdan chiqdi. Shuncha subscription bekor qilinayotgan ekan. Va men 3 kun oldin ChatGPT subscriptionimni bekor qilish uchun so'rov jo'natdim. Uzr. Bekor qilish uchun so'rov jo'natmadim. Bekor qilish oldidan ma'lumotlarimni eksport qilish uchun so'rov jo'natdim. 3 kundan beri javob yo'q ma'lumotlarimdan. Men u ma'lumotlarni olib Gemini'ga yoki bo'lmasa Cloudy'ga o'tishni rejalashtirayotgandim va ChatGPT ruxsat bermayapti kontentlarimni eksport qilgani uchun. Va men shu narsani taxmin qilyapman. Agar subscriptionimni bir oyga uzaytirsam va yana datani eksport qilishga harakat qilsam va datani eksport qilsa, aniq ChatGPTni shunga o'xshagan qaror qabul qilish mexanizmlarida AI ishlatilyapti. Ya'ni, meni subscriptionim tugaganini, uni uzaytirmaslik uchun datani eksport qilayotganimni sezdi va o'shaning uchun datamni bermayapti. Katta ehtimol bilan. Sinab ko'rish kerak. Buni test qilib ko'rish kerak. Xo'p. Yana bitta muammo bo'ladi endi. Bu narsa oldindan aniq bo'lgan narsa yo'q. Privacy degan narsa ham qo'shiladi bu o'rinda. Ya'ni o'zi qonuniyatga, ya'ni insonlar qonunchilikka 200 yillar oldin kirib kelgan narsa privacy. Va endi yana odamlarning ma'lumot chiqib ketishi yana ham ko'payishi mumkin. Shunaqa. Plus hozir biz katta AI modellarini ishlatyapmiz, ChatGPT, Cloudy yoki bilmayman, Cursor va hokazoga o'xshagan AI'larni ishlatyapmiz, to'g'rimi? Va men taxmin qilyapman, bizani ham
soha IT ni ichida bo'lgani uchun, ya'ni kompyuterning ichida bo'lgani uchun, bir nollarning ichida bo'lganimiz uchun sekin kompaniyalar o'zini lokalda ishlay oladigan mini LLMlarni ishga tushirishni boshlaydi. For example, masalan shunaqa deb o'ylaylik, KFC ni kirishida bizani bitta virtual boyagi kutib oladi, virtual robot yoki bo'lmasa ekrandan virtual karakter kutib oladi va bizdan buyurtma oladi, to'g'rimi? Va bu jarayon hozir qanaqa ishlaydi? Biz ChatGPT ni API larga bog'lab qo'yamiz, to'g'rimi? Yoki bilmayman, qanaqadir shunaqa xizmat taklif qiladigan AI kompaniyasini API ni ishlatamiz. Va men o'ylayapman, sal keyinroq AI chiplari yana ham kichraygandan keyin, ya'ni ma'lum bir ishlarni bajara oladigan AI chiplari, masalan Raspberry Pi ko'rgan biz, to'g'rimi? Raspberry Pi kichkinagina qurilma va kompyuter ichida kompyuter qilib ishlatish mumkin bo'lgan barcha funksiyalar ishlaydi. Xuddi shu kompyuter AI ga tayyor bo'lgan vaqtda o'sha displeyni ichiga o'shandan qo'yiladi va lokal LLM talab qilinadi. Любой bitta servisni tasavvuringizga sig'dirishinglar mumkin. Agar AI mod, masalan Click AI mod qo'shdi-yu, to'g'rimi? Click ham ichida local LLM ishlatishga majbur va bu hozir biroz kichkinaroq, keyinchalik AI funksiyalar ko'paygan sari u modelni ham kattalashtirishga to'g'ri keladi. Ya'ni ham ko'proq ish bajarish kerak chunki. Xo'p, AI haqida biroz gaplashdik, suhbatimiz yetadi shu qismgacha. Yana qo'shimcha qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol qilishinglar mumkin, chunki bizdan ko'rayotganlar ayniqsa AI bilan bog'liq juda ko'p savollar bor. Ularga javob olishadi. Endi biroz oddiyroq savollarga to'xtalaman kameraga qarab, chunki AI hozir hype darajasida. Masalan, bu hype oldin boyagi .com domenida bo'lgan, to'g'rimi? Masalan, o'sha paytda amazon.com, facebook.com domenini olib veb-sayt qurgan insonni o'ylashgan kompaniyasi bor va u xizmat bera oladi. Va bu boshida zo'r yongan. Undan keyin sekin boyagi .com domeni bilasizlar, hozir $10 ga ola olaman, $5 ga ola olaman va hokazo shu darajaga tushdi. AI ham aslida shunaqa, lekin AI .comdan juda farq qiladi. Chunki AI bilan bizani qilayotgan ishlarimizni imkoniyatlari juda ko'paydi. Masalan, AI dan oddiy fermerdan tortib kosmonavtlargacha yoki bilmayman, Marsni kuzatish uchun jo'natilayotgan raketalargacha AI ni ishlatish mumkin va potensial yordami tegadi. Lekin men aytayotgan AI bubble insonlarning hayotini birdaniga o'zgartirib yuborish yoki insonlarning hayotidagi financial boyagi moliyaviy masalalarni birdaniga o'zgartirib yuborish qobiliyatiga ega emas. Va sekin pastga qarab tushyapmiz. AI da ham bubble sekin yorilishni boshlayapti. Menimcha o'sha bubble yorilban bo'ldi. Sekin davom etyapti bu narsa. Nvidia CEO aytdi, shunaqa dedi. AI bubble degan narsa yo'q dedi. Bo'lgan taqdirda ham dedi. Imni bunaqa so'zlar ishlatgan ekan, men o'xshatishga harakat qilyapman. Bo'lgan taqdirda ham hozirgacha AI ni qila oladigan ishlarini o'zinigina bundan u yog'iga yurmasa ham, bundan u yog'iga rivojlanmasa ham, hozirgacha qila olayotgan ishlarni o'zi bilan bir dunyo joyga integratsiya qilishimiz va insonlarning hayotini yana ham osonlashtirishimiz mumkin dedi. Va bu fikrga qo'shilaman. Aytganimdek, sekin kichkina lokal LLMlarga ehtiyoj ortishni boshlaydi. Xo'p, biza kiberxavfsizlik mutaxassislarini yetkazib beryapmiz bozorga va kiberxavfsizlik mutaxassislari pentester sifatida, tizim tarmoq administrator sifatida, security analyst sifatida, ITchi sifatida yoki kompyuterchi sifatida va hokazo qanaqa tushunishinglar mumkin. Bular sifatida o'z ish o'rnini topa olyapti, topishga harakat qilyapti. Va bularni orasiga qo'shilmoqchi bo'lganlar bor. Masalan, men ularga shunaqa deyman, shundoq ham kechmi deb o'ylab yurganlar hozir boshlash kerak. Chunki bundan ham kech bo'lishi mumkin. Hozir boshlasa, hozirgi trendga darrov yetib oladi. Hamma narsani tushuna oladigan darajaga darrov yetib oladi. Va shu hozir boshlamoqchi bo'lganlar, maslahatimga quloq solganlarning ba'zi savollari bo'ladi. Kiberxavfsizlikni boshlasam, nimadan boshlashim kerak va boshlay olamanmi? Mana shu savollarning eng qiynaydigan savollarini ba'zilarini yiqqanman men. IT ni bilmasam ham kiberxavfsizlikni boshlashim mumkinmi? Bunga aniq javoblar beraylik biz. Qanaqasiga mumkin? Qiziqish bo'lsa bo'ldi birinchi o'rinda. Sohasini yaxshi ko'rsa, haqiqatan qiziqish bo'ladigan bo'lsa, IT ni bilish shart emas. O'rgana oladi. Istalgan odam uchun. Faqat oson bo'lmaydi.
dasturlashni o'rganishdan ko'ra, tarmoqni yoki tizimni alohida o'rganishdan ko'ra, kiberxavfsizlikni yoki aynan pen testingni o'rganish 10 oy, 1 yil ichida oson bo'lmaydi. Albatta, buni qiyinchiligi bor. Ancha nagruska bilan o'rganadi. Shu narsalarga chiday olsa, zerikarli mavzu kelganda yoki qiziqarli mavzu kelganda birdek o'rgana olsa, bu narsaga albatta qiziqish bo'lishi kerak. O'rgana oladi. Biroz texnik tomonga ham to'xtalaylik. Masalan, umuman IT dan xabarim yo'q va keldim, qiziqishim zo'r. Mani qanaqa yo'llardan olib o'tasiz? Işte bu, men IT ni bilmasdan kiberxavfsizlikka kirib keta olishim uchun. Roadmapimiz bor, masalan, computer science o'rgatamiz, undagi Red Zero boshlanadi, Red 1 boshlanadi. Bu proseslarni qisqa qilib tushuntirib bering. U hozir o'ylayapti, bu inson bu savolni bergan inson, nima uchun IT kerak emas? IT hamma narsaga kerak. Kiberxavfsizlik kompyuterda o'tirib qilinadigan ish. Kompyuterda o'tirib buzib kiriladigan ish. Men qanaqa qilib IT ni bilmasdan darrov xakerlikni o'rganib ketishim mumkin? Hatto. Endi bizda hozir aksariyat guruhda o'quvchilar shunaqa. Hech kim katta qismi, ko'p qismi IT ni ichidagi odamlar emas. Hozir ko'pchilik endi yoshlar bo'lib ketdi. Maktabni endi bitirganlar, talabalar kelib o'qishyapti. Ko'raman, dars o'tgandan keyin ko'pida Red 0 boshlagan guruhlar kompyuterni juda zo'r ishlata olmaydi hali. Ya'ni IT dan kirib kelmagan ular. Shuning uchun ham biz computer science o'rgatamiz ularga. Bir oyda kompyuter bilan ozgina tanishib oladi, chiqishib oladi. Nimaga u klaviaturani bosayotganini, nimaga u bosgan klaviaturasi ekranda ko'rinayotganini tushunib oladi bir oydan keyin. Shu yog'i tizim ma'lumotlari, tarmoq ma'lumotlari, skripting ma'lumotlari va hokazo davom etadi. Ayniqsa scripting mavzulari biz IT deganda aksariyat odam darrov dasturlashni nazarda tutadi-yu. Scripting o'shalar uchun. Kod yozish logikasi tushuntiriladi. Tak, matematika bilan koding kuchli bo'lishi shartmi hozirgi zamonimizda ham? Kuchli bo'lsa yaxshi, kuchli bo'lmasa ham lekin o'rgansa bo'ladi. Kod yozishni juda yuqori darajada bilish shart emas. Lekin kod qanday ishlashini tushunish kerak. Как раз bu aytdik, yo'naltirish uchun. Prompt yozib uni yo'naltira olish uchun ham kod qanaqa ishlashi yoki bo'lmasa koddan ham muhimrog'i tizim qanaqa ishlashi, tizimni qanaqa qabul qilishi. Chunki AI ham bu bitta dastur, faqat nisbatan sal kattaroq hajmdagi dastur. U qanday ishlashini agar tushunsa agar, uni ishlatish juda ham osonlashadi. To'g'ri. AI ni qanaqa qurilganini tushunish ham AI ni boshqarishga ajoyib tarzda foyda beradi. Masalan, AI ni umuman tushunmagan inson bir oyda masalan 1 millionta token ishlatsa, AI qanaqa ishlashini tushunadigan va tizim qanaqa ishlashini tushunadigan inson 100 mingta token ishlatadi. Va bu men o'zimda sinalyapti hozir. Xo'p, eng qiynaydigan mavzularimiz yana bittasi. Qancha vaqtda ish topa oladi? Bolalar, qanaqa ketyapti? Biz shuni sizga analitika qildik. Bitiruvchilarimiz ajoyib kompaniyalarda ish topib ketishayotgan ekan. Albatta hammasi emas. Ya'ni hamma haqida gapirmayapman. Ish topa olmayotganlar bor. Masalan, men oxirgi bitta keys bilan tanishib chiqdim. Jahongir degan bitiruvchimiz. U Jahongir degan bitiruvchimiz masalan boshida o'quv bo'limimiz turib imtihondan o'tayotganini tekshirgan ekan. Ya'ni imtihondan cheat qilmay o'tyaptimi deb. Imtihondan cheat qilmasdan va o'zini bilimlari bilan o'tgan. Lekin hozir ish topishda qiynalyapti. Va ish topishda qiynalayotganini sababi ish yo'qligi yoki bilimlarga tayyorligi emas ekan. Gapira olmasligida ekan. Bilgan narsasini tushuntira olmaydi va u masalan 10 oy davomida kelib o'qigan bo'lsa, doim kelib hech kimga qo'shilmasdan burchakda o'tirar ekan. Va uni ota-onasi bilan gaplashgan ekanmiz va ota-onasi ham shu narsani aytgan ekan. Hech kimga qo'shilmaydi, hech kimga gapirgisi kelmaydi, gaplashmaydi. Va ular meni shaxsiy boyagi karyera tajribamdan kelib chiqib ish topishi biroz qiyin bo'ladi. Chunki HR nimani talab qiladi birinchi navbatda? HR suhbatda bilishini ko'rsatib bera olishi va eng muhimi jamoaga qo'shilib keta oladimi? Men shunday jamoaga qo'shsam, u jamoa bilan suhbatlashisham mayli, ya'ni kommunikatsiya qilib, ma'lumot almashish. Biz gaplashamiz deganda g'iybatni nazarda tutmaymiz, to'g'ri o'tirib olib suhbatlashishdi. Men sizga ma'lumot yetkazyapman, siz menga ma'lumot yetkazyapsiz. Biz SSH portlarini bir-biriga bog'lasak, SSH protokoli orqali bog'lanib ma'lumot almashishni boshlaydik, to'g'rimi? Biz so'z orqali, tilimizni ishlatib, ohanglarimiz orqali bog'lana olyapmiz, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunaqa. Ish topishda bu skill ham juda muhim. Nima uchun bunaqa ishonch bilan ayta olyapman? Bemalol ish topa olish mumkinligi u insonning bilimlari bilan. Chunki bizning podkastda ham bor. Zokirjon degan borida esinglarda biz Zokirjon degan bitiruvchimiz bor va u
Ya'ni birinchi ishini topgan. Keyinchalik mayli karyerasida biroz o'zgarish bo'lgan bo'lishi mumkin, men yaqindan kuzatganim uchun. Lekin o'sha duduqlanib gapirish yoki gapirishda qiynalishiga qaramasdan ish topa olgan. O'sha gapirishga harakat qilgani uchun, kommunikatsiya qilishga harakat qila olgani uchun. Shuning uchun ham ishga kirish jarayoniga biz vaqt bera olamiz, lekin aniq mezonlarni qo'ya olmaymiz. Masalan, mana bu narsalarni qilsang aniq ishga kirib keta olasan. Chunki insonning o'ziga ham bog'liq ba'zi tomonlardan u narsalar nima emas, maxfiy narsalar emas. Hozirgi aytgan narsalarimiz, kommunikatsiya skillari. Keyin yana nimalarni aytsak bo'ladi bu orada? Shunga qo'shimcha qilmoqchi edim. Endi bitirgan o'quvchi ishga kirish uchun qayerga rezyume topshirganiga bog'liq birinchi o'rinda. Davlat tashkilotimi yoki xususiy tashkilot. Davlat tashkilotlarining aksariyati diplom so'raydi. Shunaqa. Nega diplom so'raydi? Hech kimga sir emas. Endi universitetni o'qigan odam bilimi zo'r degani emas. Nega aynan davlat tashkilotlariga diplomli mutaxassis kerak? U bilimi zo'r bo'lmagani bilan u universitetda o'qigan odam jamoa nimaligini, odamlarga bilan gaplashish nimaligini, Shunaqa. ya'ni o'sha chiqib ketish, Akademik hayot. o'zini qanaqa tutish kerak insonlar orasida, masalan, qanaqa etiket qoidalariga amal qilish kerak. U narsalarni diplomi yo'q mutaxassisni ishga olib, hech kim o'rgatgisi kelmaydi. Ya'ni kim o'rgatadi? Ishchiligi unga qanchadir vaqt ajratib, buni qilmasliging kerak, buni qilishing kerak yoki bu noto'g'ri, bu to'g'ri. Shuning uchun diplomi bor odamni olsa, ularga tayyor, ya'ni ishdan o'rgatish shart emas. Shunaqa. Ular amal qiladigan ba'zi deyarli barcha qoidalarni aksariyatini biladi va tayyor. O'sha, ya'ni keyin yana maslahat bo'lardi. Endi ko'pchilik hozir bizda yoshlar bitiryapti. Ishga suhbatga borganini biladi, bilimini o'sha yetkazib bera olmayotganining ham sababi aynan kiberxavfsizlik sohasida bo'lmasa ham qanchadir muddat men o'ylayman, qanaqadir yo'nalishda bir ishlab ko'rish kerak. Ya'ni jamoada Farqi yo'q. Kollektiv nimaligini ozgina tushunsa, jamoat kollektiv muhit qanaqa bo'lishi, jamoa bo'lib ishlash qanaqa bo'lishini ozgina tushunib, keyin mutaxassis bo'yicha bu yerga suhbatga bora olsa, menimcha o'sha bilgan narsasini tushuntirishga yoki o'zini kerakli mutaxassis ekanligini ko'rsata olishga qiynalmasa kerak. Shunaqa. Ya'ni deb o'ylayman. Aslida jamoada ish boshlab hech bo'lmasa 1 oy, 2 oy, 3 oy ishlagan inson jamoa bilan bog'liq kommunikatsiyalar qanaqa amalga oshiriladi, zadachalar qanaqa bajariladi, jamoada odatda nima muammolar bor tushungani uchun katta ehtimol bilan HR bilan ham suhbatga bemalol kira oladi. Hayajonlanmaydi. Bu suhbatlardagi hayajonning ham aksariyati shundan kelib chiqadi. Men ishlay olaman, men to'g'ri kelaman aslida. Aslida o'ylanish kerak bo'lgan narsa, jamoa menga to'g'ri keladi. Hozir ishga topshiryapman, pulga ehtiyojim bor, okey. Lekin jamoa ham menga to'g'ri keladi. Bir, men rivojlanishim uchun yaxshi sharoit qilib bera oladimi? 2, men shuncha harakat qilib ishga kirganimdan keyin davomiy tarzda ishlay olaman, jamoaga moslashib keta olaman. Bu narsa ham muhim. Agar shu narsani o'ylasa, hayajonini biroz bostiradi. Hayajonning aksariyati, birinchi suhbatga kirganlarning hayajonlarining aksariyati mana shunga o'xshagan o'ylar borligi uchun kelib chiqadi. Suhbatga topshirayotgan joyini juda tepaga qo'yadi, o'zini juda pastga qo'yadi, o'shaning uchun ham hayajonlanadi. Mana shu skilllarni ham ko'rishimiz kerak. LinkedIn ishlatishlari kerak. Ayniqsa Hidoyatxon, siz LinkedIn bilan bog'liq. LinkedIndan ish topish qanchalik, LinkedInda post yozish qanchalik muhim yoki qanchalik kerak, shu haqida biroz ayting. Ko'pchilik bizda LinkedIn ishlatadi deyish sal noto'g'ri bo'ladi. Professional sohada ishlayotganlar aksariyat ishlatgan bo'lishi mumkin, lekin ba'zi bir aksariyatimizda O'zbekistonda o'zida LinkedInni hal bilmaydiganlar ham bor. LinkedIn albatta ishlatish kerak. Bu siz uchun tayyor rezyume vazifasini o'taydi. Ya'ni har safar ishga topshirganda yoki har yil boshida siz rezyumengizni yangilab yurmaysiz. Agar LinkedIn tushunadigan joyga ishga topshirayotgan bo'lsangiz, sizni profilingiz siz uchun rezyume vazifasini o'tab beradi. Va LinkedInda o'zingizni, qobiliyatlaringizni, erishgan yutuqlaringizni e'tirof etib borish kerak. To'g'ri, bu qaysidir ma'noda maqtanishga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin ularni ro'yxatlab borish ertaga ishga topshirayotgan paytda yoki qayergadir kirayotgan paytda sizga ishingizni ancha yengillatib beradi. Misol uchun siz qaysidir tillardan sertifikat olgan bo'lishingiz, qanaqadir kasbiy sertifikatlarni qo'lga kiritgan bo'lishingiz yoki nimadir yutuqlarga erishgan bo'lishingiz, sohangizdagi qanaqadir yangilikni odamlarga LinkedInda ulashgan bo'lib borishingiz mumkin. Va bu narsa sizga ertaga asqotadi. Qaysi ma'noda o'zingizni aks ettirish uchun siz rezyume yasab o'tirmaysiz yoki bir dunyo gapirib o'tirmaysiz. Rekruterlarning aksariyati, HRlarning aksariyati LinkedInda o'tiradi va sizni profilingizga qarab turib ham sizni ishga chaqirishi mumkin. Va tanishlarim bor, LinkedIndan ish topishgan. Ya'ni ular Headhunter'ga yoki OLXdan ish qilib yurishmagan. Instagramda shaxsiy Instagramimiz bo'lsa,
social hayotimizni ko'rsatishga harakat qilamiz, ijtimoiy hayotimizni. Ya'ni juda soddaroq aytsam, podada qaysi o'rindaligimizni, podada qanaqa qilib ketayotganimizni. LinkedIn o'sha podani ichidagi boshqaruvchilarni, aksariyat ish beruvchilarni, menejerlarni va hokazolarni har kuni ochib tekshiradigan joyi. Ikkita sababdan kimdirlar menga ish topshiribdimi, kimdirlar menga taklif bilan kelibdimi, bozorda nima o'zgarishlar bor? Masalan, men Instagramga kimdirga like bosishga harakat qilishga kirsam, LinkedInda ish bilan bog'liq, biznes bilan bog'liq kiraman. Shuning uchun ham bitirishga yaqinlashayotganlarga yoki umuman eng boshidan LinkedInni o'rgatishinglar, LinkedInga kirishni tavsiya berishinglar shart. Xudoyxon, siz aytdingiz, mana CV shart bo'lmaydi ba'zida deb. Menda hozir shunaqa vaziyat masalan. Mendan hech kim CV so'ramay qo'yganiga katta ehtimol bilan 2 yildan oshdi. Va mendan CV so'raganlarga yoki mendan portfolio so'raganlarga LinkedInimni share qilaman va LinkedInga kirib keyin ko'rishadi. Qanaqa activity bor, qanaqa postlar yozilgan, qayerda ishlagan, qancha tajribasi bor, kimlar unga boyagi upvote bergan skilllar uchun anaqa beradi-yu, men bu skillni tasdiqlayman chunki ko'rganman deb. Bu skilllarni tasdiqlaydi eng muhim joy. Va boyaga aytganimdek, LinkedInda menga taklif bilan yozishadi-yu, bozorda nima o'zgarish bo'layotganini ko'raman. Nima ular demak taklif qilyaptimi bozorda? Mana shu taklifni o'rganib, ularga alternativ yasash mumkin. Ularni taklifini o'zingizga integratsiya qilish ustida ishlashingiz mumkin. Umuman bozorda nima bo'lyapti tushunishga harakat qilasiz. Va bu muhim narsa. Xo'p, Va LinkedIn'dagi o'rganib oldim. LinkedIn'dagi bitta narsa diqqatimni tortdi. Prezident maktablari o'sha LinkedIn'dagi connectionlar orasida aksariyat maktab o'quvchilari ham bor. Ularni 80-90% prezident maktab o'quvchilari, ya'ni prezident maktabidan manimcha shu narsaga targ'ib qilinadi. Ya'ni maktab payti o'zidan LinkedIn ochib yuritib borishga va bu narsani oddiy maktabdagilar ham, universitetga kirganlar ham va pen testing, kiber xavfsizlik o'rganishni boshlaganlar ham yuritishni boshlash kerak deb o'ylayman. katta ehtimol bilan Instagramni o'rnini olishi uchun LinkedInga targ'ib qilishgan. Agar prezident maktabi o'quvchilari ko'p bo'lsa, ajoyib narsa. Siz masalan farzandingizga Instagramga kirishga ruxsat beramidingiz yoki LinkedInga? Albatta LinkedInga. Chunki LinkedInda ishlayotgan odamlar ko'rinadi, bu bir. Nima qilayotgani bilan bog'liq ishlarni ko'rib borasiz. Progressni ko'rib borasiz. Aksariyat inson LinkedInda progresslarini yoritib borishadi. Men ham shuni rejalashtiryapman masalan. Va aqlli yurish. Shu borada so'z menda ham bitta do'stimni suhbati esiga tushib ketdi. Ya'ni do'stimi LinkedInni ko'rganimda aynan o'zi bilmaydigan ishlarni ham yozib ketgan. U so'rasam qiziqishim degan. Bu orada qanday ish topshirgan paytida qanday tushuntirib berasiz desam, aynan sun'iy intellekt, ya'ni AI dan foydalanib suhbatga borishdan oldin qanaqa savollar berishi va bu yerda qanday javoblar berish bo'yicha aytib o'tgan edi. Va ishga topshirib ko'rgan. Undan keyin natijalar so'rasam, tizim administratorlik sohasi bo'yicha ishga kirganman degan. Aynan bu tizim administratorlik sohasi o'zi aslida hech qancha bilim yetarli emas edi. Jarayonda to'liq so'raganimda AI orqali ma'lumotlarni so'rab, nima qilish kerakligini so'rab o'rganganman degan. Qo'yganda shu jamoada o'rganib ketaman degan. Shunaqa. Uni anaqa jamoaga kirib ketish, ya'ni qo'shilib keta olishi yaxshi edi. Yaxshi suhbat qilardi. Boshqa nimalar bilan ham, odamlar bilan ham. Hozir jamoada ishlayapti, to'g'rimi? Ha, Ajoyib. hozir ishga kirgan. Ajoyib. Tak, endi AI'ni hype dedik, AI'ni xo'rladik. ICP-chi ICP. ICP qiyinmi chindan ham yoki hype'mi? Biz hype qilyapmizmi ICP'ni? Bitta biz emas, hype qilayotgan, to'g'rimi? Butun dunyo ICP bilan bog'liq yaxshi nima tasavvurlarga ega, to'g'rimi? HR'lar qabul qiladigan sertifikat deymiz va hokazo va hokazo. ICP chindan qiyinmi yoki biz hype qilyapmizmi? Bunda javob berishga shoshilmanglar. Mutaxassis sifatida qiyinmi demayapman. Birinchi o'rganuvchi uchun, ya'ni birinchi o'rganuvchi uchun kiber xavfsizlik sohasiga kirib kelganlar uchun yoki biz odatda bitiruvchilarimizga ICP ni darrov olib taklif bermaymiz, to'g'rimi? Ishlab, pulingni yig', ozgina o'zingni orttirganingdan keyin topshir. Biz shunaqa imkoniyatlarni qildik. Oldin 50% qaytarayotgandik, bilasizlar. ICP olgan o'quvchilarimizga 50% qaytardik. Hozir shu narsa bekor bo'ldi, sababi 30% dan 100% gacha endi davlatdan qaytarib olishimiz mumkin. IT iste'doddan qaytarib olishimiz mumkin.
Va endi ICP tekin desa ham bo'ladi, unda olib qarasak. Mayli, davay kelinglar, juda arzon deylik. Oldin narx problemasi bor edi, keyin men taklif bera olmasdim. Davay qil investitsiyani. $1700 davay aytdik yoki $2700 davay aytdik va sertifikatni ol. Ishga kirishingni osonlashtiradi. Ishga kirishingga garantiya beradi emas, ishga kirishingni osonlashtiradi. Chunki sen uni knowledge'ini olasan, testlarni bajarasan, sertifikatni olasan, o'zingga motivatsiya bo'ladi, yon atrofdagilar seni ICP olganingni bilishadi va hokazo. Hozir masalan, mablag' to'liq qaytib kelganini bilgandan keyin katta ehtimol bilan ICP oluvchilarning ham soni ko'tariladi. Va plus men endi shu narsani aytishim shart emas. Masalan, ishga kirib pulingni keyin ol. Agar masalan, ayniqsa had bitiruvchilarga shunaqadir. Bitirdingmi? Byudjet talab qil, sendan natija kutayotganlardan masalan, aksariyatini byudjet biriktiruvchisi ota-onasi yoki akasi va hokazo aksariyatini o'ziniki. Farqi yo'q, qaysi sourcedan kelsa ham investitsiya qil, sertifikatni ol va borib kompensatsiya qaytarib ol. O'shanga qarab moslab, ya'ni masalan 30% likka to'g'ri kelsa, 30% likka to'g'rilab rejasini qilish kerak. Yoki agar 90% lik, 100% likka to'g'ri keladigan bo'lsa, 100% likka to'g'rilab qo'rqmasdan borib olish mumkin. Endi nima deysizlar? Ayniqsa sizlar mentorlar, nima fikringlar bor? ICP qiyinmi yoki hype? Asoslarni yaxshi o'rgangan bo'lsa, olishi, ya'ni o'rganish jarayoni oson bo'ladi. Agar asoslarni prosta skip qilib, zinadan boshidan bugun tepaga sakramoqchi bo'lsa, o'rtada Getani kutmasdan getani o'ynashni boshlash yo'q. Chunki masalan, o'rtadagi ba'zi bir bo'limlarda ba'zi bir hujum usullari qanaqa bo'layotganini yoki boshqa ba'zi bir komandalarda qanaqa ishlayotganini prosta tushunish uchun oddiy asoslardagi narsani bilish kerak. Yoki aytaylik, pivoting ichida tarmoqni yaxshi tushunsa, o'sha narsalar qanaqa bor ekanini. O'z-o'zidan meni so'rovim ichkarida qayerdadir paydo bo'lib qolyapti. Qanday bo'layapti? Tarmoqni boshida asoslarini normal tushungan bo'lsa, buni tushunishi osonroq bo'lishi mumkin. To'g'ri. Ya'ni asos yaxshi bo'lsa, meni fikrimcha, o'rganish jarayoni katta muammo bo'lmaydi. Oson emas, lekin o'ta murakkab bo'lmaydi. Bu yerda men savolni shunga bog'lab bergandim. Aslida ICP sertifikatini olish emas, umuman ICP yo'li nazarda tutilyapti. Ajoyib. Timur, nima uchun hype emas ICP? Ya'ni hype emas deganda nima ma'noda deb so'raysiz? Hype shu narsaga aytiladi. Masalan, bitta narsa bor. Uni siz shunaqa ko'p boyga yuqoriga chiqarib yorasiz. O'zini qiymatidan ham yuqoriga chiqarib yorasiz. Va bu hype deyiladi. Masalan, AI hype bo'lyapti-yu. Biz aytayapmiz 0.3% insongina toollardan foydalangan ekan, lekin hamma joyda AI hype. Hamma investor AIga tikyapti. Nechtasi kuydi masalan va hokazo. Va bu hype sekin joyiga tushyapti. Sekin joyiga tushyapti. Shunga o'xshagan hype-mi? ICP ni ham biz juda yuqoriga qo'yib yubordikmi yoki chindan foydasi tegadimi? Nimaga shu narsa haqida aytmayapsizlar masalan? HRlar ICP ga e'tibor qiladimi? Yoki qilmasa ham mayli, ketdi ishga kirish bilan bog'liq mavzuni o'rtadan olib tashlagan taqdirimizda ham ICP gacha bo'lgan yo'l, ICP ni olish uchun bo'lgan yo'l ularga qanaqa foyda beradi? Hype mi yoki chindan foydasi bormi? Yo'q, hype emas. Aynan 10 oylik kursni ham o'zi OCP olishga tayyorlashni maqsadi o'sha yo'l-yo'lakay. O'zi OCPga LinkedInga qarasangiz ham bo'layotgan mutaxassislarning ko'pi qanchadir tajribaga ega bo'lgan tizim administratorlari, Shunaqa. yoki pentester bo'lib ishlab yurganlar, 2 yil, 3 yil, 5 yil, 10 yil ishlaganlar olgan. Ko'pchiligi. Lekin nega biz aynan 10 oy ichida olishni va'da qilyapmiz? Chunki o'sha 10 oy davomida boyagi sysadminlar yoki pentester bo'lib 2 yil, 3 yil, 4 yil ishlab yurganlar biladigan narsani maksimum yetkazishga harakat. 10 oy ichida o'rgatamiz. Ya'ni qanchadir vaqt sarflab, amaliyotda praktikada sinab ko'rmasligi mumkin, lekin amaliy laboratoriyalarda CTFlar orqali, mashinalar orqali o'sha narsani bajarib ko'radi. Maksimum qisqa vaqtda Shunday. maksimum natija erishtirishga harakat qilyapmiz aslida. Shunaqa. Bozordagilar 2 yil tajriba bilan keyin bu yo'lni boshlayotgan bo'lsa, noldan boshlab yetib ol ularga 10 oy davomida yoki 1 yil davomida. Men o'quvchilarga tushuntiraman, menga OCP boshqa sertifikat emas, aynan o'sha computer science tugatgandan keyin birinchi darsimiz mutaxassisga kirish darsi bo'ladi menda, ya'ni rednoga kirish. O'sha dars uchun alohida prezentatsiya tayyorlanib, nega biz aynan 10 oylik kurs davomida
o'sha ma'lumotlarni o'rgatamiz. Roadmap hamma xonada roadmap bosilgan. Nimaga aynan shu mavzular hammasini tushuntiraman birinchi darsdan. OSCP ni qadrini boyagi Google'ga shundoq so'rov berish orqali kiberxavfsizlik sertifikatlari deb yozaman bolalarning ko'zining oldida va chiqib keladi bitta veb-sayt. O'sha ITga oid ustunlar xavfsizlik, masalan, incident response, security architecture, network security, pen tester ustunlarda chiqib kelar ekan, pen tester sertifikatlarini ko'rsatam. Beginner, medium boyagi elementary и anaqa advanced sertifikatda turadi. Yoshlarda OSCPni topib ko'rsaman, sizlar bolalar 10 oy ichida boshlang'ich darajadagi emas, ya'ni advancedga yaqin bo'lgan middle darajada, o'rta darajada sertifikatga tayyorlanasiz. Va bu oson bo'lmaydi. Ya'ni qadri qanaqaligi, nima uchun aynan OSCPligini o'sha misollar bilan ko'rsataman. Как раз shuni aytmoqchi edim. Mana shu yo'l davomida yoki umuman boshlamasdan oldin AI bilan savol javob qilsa bo'lmaydimi? AI bilan savol javob qilsin, to'g'rimi, noto'g'rimi? Ha, to'g'ri. Yana ham osonlashdi. Oldin o'ylardi masalan qanchalik to'g'ri yo'l va hokazo deb biza polni roadmapni berib qo'yganmiz, to'g'rimi? Osonda AIga bersin. Bundan yaxshiroq qanaqadir roadmap bormi? Bu endi qanaqa bo'lardi deb bersin savol. Va kamchiliklarni to'ldira oladimi, yo'qmi? Chunki men ishonaman, eng yaxshi roadmaplardan bittasi ayniqsa bizaniki, ya'ni chunki bizaniki to'g'ridan-to'g'ri offensive security roadmap bilan bir xil. Pen 100 va Pen 200 bilan. Bu arada davom etmasdan oldin shuni qo'shishim kerak. Hozir biz OSCP ga tayyorlayapmiz-ku. Bahorda OSAI chiqadi. Keyin CAH-niki ham 15-martdan boshlanar ekan. Polni AI-lashtirilgan modellar. Va men taxmin qilyapman, u modulni boshlash uchun yoki u moduldan o'ta olish va u modulda ishlayotgan narsalarni tushunish uchun 100% tizim tarmoq ma'lumotlari talab qilinadi. Yoki o'sha kursning ichida bo'ladi katta ehtimol bilan. Va taxmin qilyapman bu narsani. Bu haqida ma'lumotlarimiz bor. OSAI yoki CAH ni AI moduli bilan bog'liq qanchalik ma'lumotlarimiz bor? Ko'rib chiqdim, ya'ni OSAI bahorda start berish bo'lyapti. Shu yil. Keyin Offensive Security nega bu kursni chiqarganligi haqida ba'zi statistikalarni ham keltirib ketgan maqolalar. Masalan, Xitoyda xakerlik jamoalari ko'payganligi va 2024-2025-yillarda asosiy target inson bo'layotgani, ya'ni inson orqali buzib kirish ko'payayotgan. Qanday? O'sha sun'iy intellektlardan foydalanib hakerlar phishing saytlarni oson yasash, odamni oson aldaydigan protection deymiz, socializatsiya qilish uchun boriladigan o'sha smishinglarda ishlatiladigan Как раз. xabarlarni AI shunchalik ishonchli yozib berayotgani haqida maqola yozilgan. Keyin Eronda hakerlik jamoalari boyagi sun'iy intellekt bilan katta hujumlar amalga oshirayotgani misol keltirilgan. Keyin o'sha hakerlar sun'iy intellektdan foydalanib tizimlarni buzib kirganda boyagi buzib kirishdan boshlab chiqib ketishgacha bo'lgan vaqt juda qisqargan. Ya'ni Tezlashgan. ha, eng tez 41 mi 51 sekundda sun'iy intellekt bilan buzib chiqib ketgan tizimni. Ajoyib. Ya'ni sun'iy intellekt orqali nimaga erishyapti? Blue team bu yerdagi xavfsizlik jamoalarini sezilishdan qochyapti. Bu degani ular ham, ya'ni blue teamchilar ham yoki xavfsizlik o'sha himoya qiladigan himoyakor jamoalar tashkilotlardagi sun'iy intellektni nimaligini bilish kerak. Ular ham o'rganish kerak bu narsani. Qanaqa hakerlar tez buzib tez chiqib ketayotganini bilish kerak, aniqlay olish kerak shu narsani. Ya'ni o'sha narsalarni hakerlar ishlatayotgani uchun va tashkilotlar sezolmay qolyapti bu hujum, bunga o'xshagan hujumlarni. Mana shu maqsadda ham shu kurs ochilyapti. Shunaqa. Aslida maqsad shu. Pentester nima qiladi? OSAI olgan sertifikatni olgan pentester o'sha haker qayergadir sun'iy intellekt bilan buzib kirishdan oldin test qilib beradi sun'iy intellektni. Qanchalik kompaniya bardosh beradi bu narsaga aniqlay oladi yoki yo'q, ya'ni. Shunaqa. U xuddi o'sha eng boshidagi gapga qaytdik. Prompt ishlata olishimiz kerak. Prompt ishlata olish uchun tizimni tushunishimiz kerak va tizimlarni tushunishimiz kerak va eng oxirida qanaqa bog'langanini va bog'langaniga qarab analiz qila olishimiz kerak. Shu haqida ham aytib o'taylik, bolalarga juda qiziq. Sizlarning nima xabaringlar bormi? Shu narsadan oxirgi bitta case keltiraylik. Oxirgi ishga kirgan o'quvchilarni, bitiruvchilarning case va ishga kirishga qiynalayotgan bitiruvchilarning case. Esingizda bormi hozir? Bittasi bo'lsin hatto, ishga kira olmayotganimsiz, ishga kirib ketgani bo'lsin. Xo'p, eslanglarchi. Tak, bu arada men shu narsani ham qo'shib o'tib ketaman. Yaqinda biz buni nimasini ham beramiz. Bizdan juda ko'p odam so'raydi. Ishga kirayotganlar bilan bog'liq. Biz kiberxavfsizlik xodimlari tayyorlayotganimiz uchun bitiruvchi bitirgandan keyin
ishga kirish bilan bog'liq agar bizdan yordam so'rasa va hokazo biz doim ochiq, bizning eshiklarimiz ochiq, kelib bizga murojaat qilishlari mumkin. Va biz hozir aniqlashimiz bo'yicha biz shu vaqtgacha bu narsani qilmaslikka harakat qildik. Oxirgi 6 oy davomida boshladik bu amaliyotni va bitiruvchilarimizni aksariyati kirgan kompaniyalarni tezda sanab o'tmoqchiman. Uzinfocom, Datamaster, Nanotelekom, Whitehat, Fido Business, Telecomsoft, Kiberxavfsizlik markazi, prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Zuma Farm, xorijiy kompaniyalarga kirgan, xorijiy kompaniyalarga ketgan bitiruvchilarimiz bor. Masalan, bittasi Germaniya Ruminiya kompaniyasida ishga kirgan. UCMG bunda stajirovkaga kirgan, balki hozir katta ehtimol bilan ishlayapti yoki ishga kirishi, ishda qolishi ham shart emas. Bunaqa kompaniyalardan 3 oylik stajirovka olganinglardan keyin lokal kompaniyalar tiqilib yotib, sizlarni pryamoy juniordan ishga taklif qiladigan. Undan tashqari pryamoy ish boshlagan kompaniyalardan ba'zilari, masalan, Shohrux mani ismida pryamoy Davrbankka ketdi, Asaka Bank, Ipak Yo'li Bank, Smart Bank, Uztelecom, Cambridgeda, Datafin IT Park va hokazolarda ishlayotgan bitiruvchilarimiz bor. Ular hozir o'sha yerda faoliyat yurityapti qonuniy tarzda. Va biz o'sha datalarni yig'dik. Hech kimga telefon qilib qayerda ishlayapsan demaganmiz shu vaqtgacha. Ba'zi keyslardan tashqari, chunki biz kiberxavfsizlik sohasini o'rgatyapmiz. Kiberxavfsizlik sohasida aslida hamma sohada oylik so'ralmaydi, lekin kiberxavfsizlik sohasida qayerda ishlayotgani ham so'ralmaydi. Va mana shunaqa bitiruvchilarimiz mani keysimdagini aytdim sizlarga. Masalan, uni gapirishi bilan bog'liq bo'lgan keysi uchun ishga kira olmayapti. Yana nima sabablarimiz bor? Negativlar yo'qmi? Negativ, masalan, ishga kira olmay negativ qilayotganlar yoki va hokazo. Timur, sizda bor dedingiz. Siz ayting, bo'lsa sizda? Ishga kira olmayotganlar, men esimga tushgan yoshi yetmagani uchun. Yosh necha deydi? Maktab o'quvchisi. Uning uchun ya'ni normal Stajirovka qilib yuribdi kiberxavfsizlik markazida, lekin rasmiy ishga joylasha olgan. bo'ynidan ushlab o'tar joyingiz emasmi? Hali shunchasi kutib o'tiribdi, ochilibdi. Sizda bor? Rus tilini bilmagandan ishga kira olmayotganlar. Ajoyib Davlat tashkilotlari sabab. kerak lekin rus tili. Ham davlat tashkilotlarida, ham ayniqsa banklarda, chunki banklarning aksariyatini jamoalar rus jamoalar. Oxirgi ishlagan bankimda ham eng qiynagan narsa shu edi. Ruscha kommunikatsiya edi. Ruscha gapirishga majbur edim, ruscha tushunishga majbur edim. Ruschani unaqa zo'r tushunmaganim uchun qiynaldim. Va O'zbekistonda yashirib bo'lmaydigan narsa. Aksariyat kompaniyalar ruscha gaplashadi. O'zbek ya'ni buni nima desa bo'ladi, boyagidagi olib ketmoqchi emasman-da mavzuni. Xullas, o'zbek bilan suhbat qilayotganda ham ruscha suhbat qilinadi, chunki u yozuvlar yozib olinadi. Va uni menejer ko'rishi va tahlil qilishi uchun tushunish kerak uni va menejer ruschada gapirish kerak. Kamron? Menda sal teskariroq holat bo'ldi. Bir ancha-muncha o'quvchilarning bir taxminan 30% lik ruschani bilardi. Ular eng birinchi bo'lib ishga kirib ketdi. Shuda o'zi teskarisi. Sizda birorta keys bormi ishga kira olmayotganlar va sababi nima? Ishga kira olmayotganlar, asosan menda ham fiktasi, ya'ni yosh maktab o'quvchilari bor, yoshi kichkina. Rus tilini bilmagan o'quvchilar eng oxiri bo'ldi. Okay. Yana oxirgisi bor, endi bu narsa haqida gapirdik. Kommunikatsiyasi pastligi, ya'ni yetkazib bera olmasligi bo'lishi mumkin. Bu eng katta problema. Bu orada shuni qo'shib o'tib ketmoqchiman. Bizda bitiruvchi bo'lib turib, bilim yetishmovchiligi ni sabab qilib ishga kira olmayotgan bo'lsanglar va norozi bo'lsanglar 100% pulinglarni qaytarib olishinglar mumkin. Va biz shu vaqtgacha 100% pulni qaytarib berganmiz. Kimdir kelib bizdan shikoyat qilganmiz va bizda kamchiligimiz bo'lgan bo'lsa 100% pulni qaytarib berganmiz va sizlar ham qaytarib olishinglar mumkin. Biz bu narsani doim social mediada aytganmiz va hozir podkastda esimga tushdi va hozir yana bir marta aytdim. Xo'p, yana informatsiyalarga o'quvchilarimdan bittasida o'sha ishga topshirganda haqiqiy qilgan birorta pen testingini adresi o'shani reportidan bizga sample qil, ya'ni tajribasi bo'lmasa ham o'sha tajribasi borligini ko'rsatish uchun masalan boshqalar ham qanaqasi bo'ladi, bug bounty qilib masalan o'shalarni ham tajribasi sifatida ko'rsatish. Mana shunga o'xshagan proyektlarda o'quvchilarga yaqindan yordam beringlar. Iloji boricha, chunki sizlarda real case'lar bor-ku, to'g'rimi? Mana yana ko'payyapti. Bilasizlar, oxirgi olmoqchi bo'lgan loyihamiz endi javobi chiqadi nasib bo'lsa, u ham O'zbekistondagi eng nufuzli kompaniyalardan bittasi. Bizga bizning konsalting xizmatimiz olyapti. Pentest qilib berishimiz kerak bo'ladi. Ichiga kirib tizimni dokumentlashtirib berishimiz, standartlarga moslashtirib berishimiz, metodologiyalarga e'tibor qilib report yozishimiz kerak bo'ladi. Mana shunga o'xshagan reportlarni klonini qilib, albatta birga bir ma'lumotlarni ishlatmasdan, ma'lumotlarni yashirib, reportlarida example bo'lib beringlar sizlar.
Mana shu example'lar real hayotda ishlayapti degan tushuncha bo'lsin ularga va ular ham bemalol qo'rqmasdan shu example'larni ishlatsin. Bu arada shu savolni berib o'tmoqchiman-da. AI bilan aktiv bolalarni tanishtirib boryapsizlarmi? Aniq, yani bolalarga masalan report yozishda ayniqsa AI ning muhimligini tushuntiryapsizlarmi? AI bilan to'g'ri report yozish, reportni analitika qilish va hokazolarni inobatga olib tushuntirib boryapsizlarmi bolalarga? Shu narsani qilinglar, kanda qilmanglar. Report yozish uchun ajoyib tool. Aytdik-ku, information gathering uchun ham ajoyib tool deb. Report yozish uchun ham ajoyib tool. Xo'p. Keyin so'z ana ishga kirish bo'yicha bitta kes ham esimga tushib ketdi. Yangi ishga topshirayotganlar asosan biroz kommunikatsiyaga kirisha olmaydi, ya'ni savol javobda biroz qiynaladi va birinchi ishga topshirgan paytida aniq reject olishi mumkin. Bu holatda biroz stressga tushib qoladi va keyingi ishga topshirish jarayonlarida biroz qiynaladi. Bu holatda ko'proq ishga topshirib, masalan, birinchisida reject olgan bo'lsa, aynan u yerda tajriba olinadi, qanaqa savollar tushishi va unga qanaqa javob berishlarini ham bilib oladi. Shu holatda ko'proq Buni yaxshi eslatdingiz, Bekzod. Men boshidan shu narsani aytaman, hali ham o'sha fikrdaman. Bolalar qaranglar, Hidoyatxon, ayniqsa siz e'tibor qiling shu gapimga. Sizlar bitta joyga ishga topshiryapsizlar, to'g'rimi? Yoki umuman tajribangiz yo'q va ish qidiryapsizlar. Sizlarga birinchi kerak bo'ladigan odam kim bo'ladi? Ishga kirishga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan yoki maslahat beruvchi emasmi? Suhbatga yozilishdan ham ko'ra qimmatroq coach yoki mentor bormi? Masalan, qaysidir kompaniya ish e'loni bergan va agar to'g'ri kelsanglargina suhbatga chaqirishadi, to'g'rimi? Nimadan qo'rqyapsizlar? Topshirsanglar bo'lmaydimi? Birinchisidan o'ta olmadinglar, ikkinchisidan o'ta olmadinglar, uchinchisidan o'ta olmadinglar, to'rtinchisidan o'zi bezbetsizlar, ya'ni betinglar qotdi. Betinglar qotdi degani bo'ldi, ya'ni hayajonlanmayapsizlar degan. Men biroz qo'polroq qilib tushuntirdim. Keyin undan keyin ishga kirish oson bo'lmaydimi? Chunki nima uchun unaqa deyapman? Qaranglar, bizga o'xshagan o'quv markazlari okey. Biz masalan o'tgan yilni yoki oxirgi yilni yoki hozir shu yilni ham inobatga olgan holatda bolalarni suhbatga tayyorlashga harakat qilamiz. Ularga bilim beramiz va requirementlarni talab qilishga harakat qilamiz. Lekin ular haqiqiy bozoru, to'g'rimi? Aktual bozordagi ish o'rinlari. Va ularga qancha ko'p topshirsa, qancha ko'p yiqilsa, yiqilmasdan ishga kirgani ham yaxshi. Qancha ko'p yiqilsa, shuncha ko'p tajriba olmaydi. Tushunyapti-ku, mana bu kompaniya mendan mana bu narsani so'radi, okey, o'rganib olishim kerak ekan. Mendan bir marta shunaqa negativ qilishgandi. Yosh kattaroq bir bitiruvchimiz, men ishga topshiryapman, yiqilyapman, ishga topshiryapman, yiqilyapman, ishga olishmayapti dedi. Men nechta kompaniyaga topshirdingiz dedim. Bitta kompaniyaga topshirdim, bordim suhbatga, yiqildim. Ikkinchisi shunchaki отказ qildi dedi. Bo'ldimi? Stopmi? Ikkitadan keyin stopmi? Men masalan birinchi ishimga kirish uchun juda qiynalganman. Ancha joyda bepul ishlab berganman, ancha joydan joyga ko'chib yurganman. Har bittasidan shunchaki tajriba olganman. Suhbatlar ham xuddi shunaqa. Qancha ko'p suhbatdan yiqilsanglar, shuncha ko'p narsa bilasizlar. Va u insonga ham shu maslahatni berdim. U inson menga shunaqa dedi: "Men yiqildim va mendan mana shu dasturni so'rashdi. Va bu dasturni sizlar menga o'rgatmagansizlar" dedi. Biz hamma dasturni o'rgatishga majbur emasmiz, bu bir. Ikkinchisi, u dastur tizim administratorligi bilan bog'liq dastur ekan. Va u insondan so'radim, bir marta bo'lsa ham ochib o'rganishga harakat qilib ko'rdingizmi dedim. Yo'q dedi. Nima uchun yo'q? Biz 10 oyning ichida robot qilib bermayapmiz, to'g'rimi? Bitta narsaga avtomatlashtirilgan. Biz 10 oyning ichida o'rgana oladigan inson qilyapmiz. Try harder mindsetini shakllantirib beryapmiz. Tizimlar qanaqa bog'langan, qanaqa qilib buzib kirish mumkinligini tushuntirib beryapmiz. 10 oydan keyin bir kun 24 soat vaqtini ketkizib, polniy o'sha dastur haqida tushunchalarga ega bo'lish mumkin bo'lgan narsani nima uchun qoldiryapti? Va mana shunga o'xshagan sabablar ishga kira olmasligiga sababchi bo'ladi. Keyin ishga kirib ketishi bilan. Yoshi biroz kattaroq va IT ga o'girilgani uchun, keyin IT da ish topa olamanmi yo'qmi deb va yuragini siqib yurgani uchun biroz stressga tushganini tushundim va mana shunaqa dedim. Undan keyin yana 2-3 ta traydan keyin katta ehtimol bilan ishga kirib ketdi. Hidoyatxon, mana shu kitoblarda bizani analizlarimizda, yangi chiqayotgan maqolalarda va hokazo shularni inobatga olib nima deya olasiz? Mana shu birinchi ishga topshiruvchilar uchun nimalarga e'tibor qilishsin? Bizlar tarjima qilgan kitoblar ichida berilgan maslahatlar orasida shunday narsalar bor edi. Ya'ni ishga to'g'ridan-to'g'ri kirib ketadiganlar ham bor, albatta omadli odamlar bor. Ya'ni ishga topshiradi, to'g'ridan-to'g'ri kelib ketadi. Balki intern bo'lib, balki to'g'ridan-to'g'ri rasmiy ishga o'tib ketishi mumkin, lekin ba'zi holatlarda inson volontyorlik ishlariga ham qiziqib ko'rish kerak deb tavsiya berilgan kitoblarda, ya'ni
qayerdadir o'sha internga yoki ko'ngilli sifatida qayerdadir ishlashga e'lonlar beriladi. Ya'ni bizda shunaqa ish bo'lyapti, bizga ko'ngilli kerak degan. Shunaqa joylarga borib ham ishlab berish kerak dedi. Ya'ni loop bor, infinity loop bor, tugamaydigan loop. Ya'ni ishga kirayotgan paytda odamdan malaka so'ydi, malaka bo'lish uchun ishlash kerak. Bu loopdan chiqish uchun o'sha volontyor ishlarida ishlab ko'rish tavsiya etilgan kitobda. Va ikkinchi tarafi oylik past bo'lsa ham balki bir hafta, bir oy yoki 2 oyga tekinga ishlayveradigan bo'lsa ham, u yerda ham ishlab ko'rish kerak va insonga eng kerak bo'lgan narsa ishga kirgan paytda albatta bu malaka, ya'ni u qanaqadir ish tarixi ega bo'lsa va bu ish tarixi muvaffaqiyatli bo'lsa, u ishga kirishi osonroq bo'ladi. Bepulga bo'lsa ham ishga kirardim, masalan, bitiruvchilarning o'rnida bo'lsam. Ki ishlaganman 8 oylab. Lekin bepulga bo'lsa ham ishga kirardim. Kirmasmi deylar? Ya'ni sohani sevsa, bu uchun ozgina tur berish kerak deb o'ylayman. Sohani sevish ham shart emas. Tirik qolishga harakat qilish muhimda bu yoqda Hidoyatxon. Tirik qolishga harakat qilyapti, cho'ntagiga pul tushirishga harakat qilyapti. Qanaqasiga tavakkal qilmasligi mumkin? Masalan, siz do'kon ochsangiz birinchi oydan foydaga kirasizmi? Yoki bilmayman, had o'quv markazi birinchi oydan foydaga kirdimi? Birinchi yildan foydaga kirdimi? Birinchi oy emas, birinchi yildan foydaga kirdi. Yo'q. Sabr qilmasangiz qanaqa qilib erisha olishingiz mumkin? Bu arada Bayqaldirga borish kerak. tak, bu arada shuni ham qo'shib o'tishim kerak. Biz masalan bundan 2-3 yil oldin yo'lga chiqdik, to'g'rimi? Aksariyatimiz bilan birga yo'lga chiqdik. U paytlarda pentesting, buzib kirish, hacker, nima edi u? Qamoqqa qo'liga qan taqqa o'xshagan narsalar edi, to'g'rimi? Sekin-sekin hozir yengillashdi. Va masalan 3 yil oldin aytgan aksariyat gaplarimiz sekin-sekin tasdig'ini topyapti, to'g'rimi? Tizimlarning aksariyati zaif, bu keyinchalik bizning boshimizga balo bo'ladi dedik. Va hozir bilasizlar, sekin-sekin tizimlarning qanchalik zaif ekanligini ko'ryapmiz. Bu tizimlarning zaifligini ham sababchisi biz, chunki pentester yetkazib bera olmadik. Pentester sohasini ochib bera olmadik. Endi majbur bo'layapmiz pentesterlik xizmatidan foydalanish uchun targ'ib qilyapmiz kompaniyalarni yoki bo'lmasa bitta pentester olishiga majburlayapmiz, to'g'rimi? Shu narsalar bo'lyapti. Bu yashiradigan narsa ham emas, qochib bo'ladigan narsa ham emas. Chunki tizim qanchalik ko'paysa, virtual hayotga qanchalik ko'p o'tsak, kiberxavfsizlik doim kerak bo'ladi. AI erasida bo'lsin, insonlar erasida bo'lsin, farqi yo'q. Va milliarderning gaplarida jon borligi shundan, AI erasiga o'tganimizda ham AI insonlar uchun ishlashda davom etadi. Chunki AI ni boshqa nimasi yo'q. Maqsadi yo'q. Bo'lmasligi kerak. Bo'lsa uyimiz kuydi. Bo'lmasligi kerak. Insondan boshqa maqsadi bo'lmasligi kerak. Masalan, bizani hamma maqsadimizga kirmayman bu yoqda. Bizani masalan Marsga borish maqsadimiz bo'lsa, lekin AI niki faqat inson bo'lishi kerak. Men prosta maqsad ko'rsatdim, bo'lish kerak demadim. Shunaqa bizani maqsadimiz bo'lishi kerak nimadir, lekin AI niki faqat inson bo'lishda davom etishi kerak. Oxirigacha evolyutsiyamizni olib bormoqchi bo'lsak, qirilib ketish niyatimiz bo'lmasa. Bo'lmasa matritsa bo'lib ketdi u yog'iga. Xo'p, endi suhbatda oxirgi qismlarga kiryapman. Aksariyat qismni boshini o'zidan gaplashib qo'ydik biz. Eng qiziq qismlari ular ko'rishsin dedim va endi biroz xat bilan bog'liq gaplashaylik. Nima uchun aynan xat? Shuncha vaqtdan beri faoliyat yurityapmiz. Men bir dunyo narsa aytishim mumkin, lekin keyin sizlardan boshlaylik. Nima uchun xat? Masalan, jiyaninglar so'raganda yoki sizlardan oshna-og'ayninglar so'raganda nima uchun xat deganda sizlar nimaga xatni tavsiya bergan bo'lardinglar? Agar bu yoqda ishlamagan taqdiringlarda ham yoki ishlagan taqdiringlarda farqi yo'q. Ishlasanglar ham yaqinroqdan taniysizlar, to'g'rimi? Masoq siz boshlang. Ko'proq insonlar xat haqida so'rashadi bizdan. Aynan xat o'quv markazi o'zi nimaga ixtisoslashgan? Aynan bu yerda qanday mutaxassislar tayyorlanadi? Xo'p, xat o'quv markazi asosan kiberxavfsizlik sohasiga yo'naltirilgan. Bu sohada o'zi ikkita yo'nalish bo'lsa, offensiv va defensiv. Asosiy offensiv yo'nalish bo'yicha, ya'ni hozirda hujum orqali himoyani ta'minlash usulini o'rgatib, aynan shu bo'yicha pentesterlar tayyorlab boriladigan o'quv markaz. Va o'qitish usuli ham aynan dunyo standartlariga moslashtirilgan o'quv usuli, aynan offline va onlayn formatida bor. Masalan, onlaynda Hadi platformasi orqali o'rgansa, bu platformaning o'zida ham offlaynda qanday ma'lumotlarni o'rgansa, birga bir tarzda o'rganib keta oladi. Xuddi shunaqa. Ya'ni masalan,
kimdir o'rganmoqchi bo'lsa, bu sohaga qiziqmoqchi bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir bahona yoki masalan, men Toshkentda o'qishim kerak edi offline formatida degan tushunchalarda biroz chetga olib qo'yiladi bu holatda. Aynan istalgan joyda o'rganish mumkin. Aynan ilovani o'zida ham. Chunki ilovani o'zida ham nazariy, ham amaliy tarzda to'g'ridan-to'g'ri o'rganib ketish mumkin. Chunki platformani o'zida serverga joylab chiqilgan aynan CTF ya'ni laboratoriyalar to'g'ridan-to'g'ri ilovani o'zida ishlab amaliyotni qilib ketsa bo'ladi. Va offline formatida ham kuchli nazorat bor. Endi offline bilan onlaynda bir xil ma'lumotlar o'rgatiladi, lekin asosiy offlaynda kuchliroq nazorat bo'lgani uchun 6 kun davomida o'zi dars o'qitiladi hafta davomida va hafta davomida 2 marotaba aynan haftalik imtihoni va oylik imtihonlari bo'lib o'tadi. Bu o'quvchilarni yana ham o'qish uchun undashadi. Ya'ni xohlasa ham o'qiydi, xohlamasa ham o'qiydi. Ya'ni Haftalik asosiy vaqt o'sha bilan o'tish kerak. Shunaqa. Aynan hozirda HUD o'quv markazini dunyo bo'yicha kiberxavfsizlikka, ya'ni O'zbekiston bo'yicha eng birinchi o'quv markazi deb hisoblayman. Ya'ni Shaxsiy fikringizda. bu shaxsiy fikrim. Bu ajoyib. Meni ham shaxsiy fikrim shunaqa. Haqiqat boshqacha bo'lishi mumkin, haqiqat bilan ishim yo'q. Lekin haqiqat shu, kiberxavfsizlikda eng katta community biza. Agar eng katta community ekanligimizga shubhalar bo'lsa, bizning Instagramimizga, biza qurgan YouTube'ga, biza qurgan Telegramga boqinglar. Tushundinglar? Tak, yana nima uchun aynan HUD, ya'ni yana nima ajratib turadi? HUDni faqat ismi ajratib turadimi? Nimaga yana HUD degan bo'lardinglar masalan? Masalan, men bir dunyo misol keltira olardim, chunki men founderman. Odatda men sotmayman, to'g'rimi? Yoki odatda men kimgadir maslahat bermayman. Kimdir mendan so'raganda men uyalaman boyagi reklama qilishga yoki mendan nima uchun aynan HUD deysa, operatorlarga yo'naltira olaman. Biroz uyalaman o'zim. Lekin mendan so'rashsa bir dunyo misol keltira olaman, chunki rostdan ishonaman. Bir dunyo insonlarning duosini olganimizga, bir dunyo ota-onalarning duosini olganimizga, bir dunyo bitiruvchilarimizni duosini olganimizga men rostdan ishonaman, chunki bu fakt, haqiqiy fakt. Tak, yana nimalarimiz bilan farq qilamiz? Kitoblarimiz bilan farq qilamiz. Va shuni aytmoqchi edim men boyagiga siz aytganingizda. Biz o'quvchilar xohlayotgan narsani bermaymiz. Biz o'quvchilar xohlayotgan narsani bermaymiz. O'quvchilarga yoqadigan narsani bermaymiz. O'quvchilarning ehtiyoji bor narsani beramiz. Mana shu yana bitta esladim endi ishga kira olmaslik problemasi bilan aslida 3-oyda boshlagan va 7-oygacha davom ettirgan va bitirmasdan tugatgan va ishga kira olmayotgani bilan bog'liq jalbasi bor masalan. Ishga kira olmayotgani bilan bog'liq emas, umuman boshqa narsa bilan bog'liq jalbasi bor va men bilsam o'sha guruhda nazariy darslar aynan o'sha bolaning taklifi bilan to'xtatilgan ekan. Qaysi guruhligini esimda yo'q, kimniki bo'lsa. O'sha guruhda ma'lum bir vaqtdan keyin aynan o'sha bolani supporti bilan boshqa bolalar ham qo'shilib nazariyni to'xtatgan ekan. Kitoblar o'qishni yig'ishtirib faqat praktika qilaylik degan ekan. Tushunaman sizlarni bolalar, tushunaman, ya'ni okey, kitob o'qish zerikarli, lekin yana nima deya olamiz? Masalan, nima qilib berishim mumkin? Bu sohani tushunishinglar uchun sizlarga faqatgina kompyuterning oldida o'tirib klaviatura bosishinglar yetmaydi. Va aynan shunga o'xshagan bitiruvchilar, xudoga shukr bizda yo'q deya olmayman, lekin juda kam. Lekin aynan shunga o'xshab bitirib tugatayotganlar yoki va hokazolar keyin o'tiradi Telegramda. Instagram buzib berish xizmati $20 phishing qilib berish xizmati $50 deb o'tiradi. Rostdan men haqiqiy muammoni aytyapman. Boyagi oldingi biz atama ishlatardik, hakerlar uchun faqat tool ishlatadigan hakerlar nima dedik? Skriptga dedik, skriptga deb bo'ladi faqat. Unda ham dabdalasi. Chunki uni mneniyasida, uni miyasida kiberxavfsizlik shunaqa shakllangan. Kiberxavfsizlik degan narsa shu darajada tor. U o'ylaydi faqatgina Linuxni ochib, Kali Linuxni ochib, nimadirlarni pentest qilib, nimadirlarni buzib kiraman. Meni ishim faqat shu. Bu yoqda SOC yo'q, bu yoqda kiberxavfsizlik tizimlari yo'q, bu yoqda davlatni kiberxavfsizlik bilan bog'liq integratsiyalari yo'q, kiberxavfsizlik regulyatsiyalari yo'q. Hech narsa yo'q, faqat mana shu narsa bor deb o'ylaydi va o'shaning uchun ham ishga kira olmaydi ekan. Oddiy tashkil. Qanaqa qilib ishga kirsin? Suhbatga yozilgan odam u yoqda kiberxavfsizlik ishlarini qilyapti, kiberxavfsizlik regulyatsiyalarini kompaniyalarga taklif qilyapti, standartlashtirib beryapti, litsenziyalar beryapti yoki pentesting amaliyotlari bajarib beryapti. Bu faqat pentester, bu boshqa hech narsa qila olmaydi. Ya'ni pentester deganimda ham pentester atamasini yomonlamoqchi emasman. Bu yoqda davay pentester demaylik, hacker hukur deylik yoki shunga o'xshagan nimadir term ishlataylik. Faqatgina buzib kirish qobiliyati bor. Okey, problema emas. Lekin yechim bera olmaydi. Lekin ishga kirish uchun oxirgacha yechim bera olmaydi-yu.
faqatgina uyda o'tirib, faqatgina CTF yechishdan bog'liq, faqatgina CTF yechishdan iborat emas u kiber xavfsizlik yoki pen testing, to'g'rimi? Mana shu narsani bolalarga tushuntiringlar. Iltimos, o'sha case esimga tushdi mana endi. O'sha case'da o'sha guruh nazariyni olib tashlagan ekan va faqat amaliy o'tilgan ekan. Va mana natija. Qolganlar endi xudoga shukr ishga kirib ketgan, bitta o'sha bola ishga kira olmayapti. Va sababi shu. Chunki HR suhbatni boshladi, okey, kiber xavfsizlik bilan boshladi suhbatni. Jamoa qanaqa ishlaydi? Nima kim qanaqa regulyatsiyalar bor? Nimalarga amal qilib sen pen testing qilasan desa, nima deya oladi? Hech narsa deya olmaydi, bilgan taqdirda ham. Chunki reputatsiya qilmagan, o'qib mana bu yoqda aylantirmagan, faqat klaviatura bosgan. U HRga gidrani qanaqa ishlatish, uni optionlarni aytib bersiz qiziq emas. Nmapni qaysi option nima ish qilishi qiziq emas. Qaysi port nimaga bog'liqlik? Qachon xavfsizlik ta'minlash kerak u? Qachon masalan himoya qanaqa ishlash kerakligini tushuntirib bera olasiz. Report qanaqa yoziladi? Bizadan boyagi tashqaridagilar nima talab qiladi bizadan? Jamoa qanaqa lifecycle bilan ishlaydi? Mana bular muhim. Bularni biza hatto mana shu dunyoning zo'rlari. Siz boya dunyo dedingiz-mi? Davom eting dunyoda. Yo'qdan lekin menga keyin O'zbekistonning eng yaxshi dedilar-da. Dunyodagi eng best seller, eng ko'p sotilgan kiber xavfsizlik kitoblari va eng hurmat qilib o'qiladigan kitoblarni aksariyatini tarjima qilib qo'yganmiz, to'g'rimi? Mana Hidoyatxon, nima deysiz? Mana shu kitoblarni o'qishi, ishga kirishiga qanchalik turtki bo'ladi? Kitob o'qish albatta kerak. Birinchidan dunyoqarashini to'g'rilay olishi, uni kengaytirish uchun kerak va ikkinchidan o'sha suhbatga kelayotgan payti yoki LinkedInda bo'lsin, boshqa joyda bo'lsin, o'zini aks ettira olish uchun, o'zini gapini tushuntirib bera olish uchun, u yerda u loyiq nomzod sifatida ko'rinish uchun ham unga yaxshi nutq kerak. Va nutqni rivojlantirishning eng oddiy usuli bu kitob o'qish. Ya'ni kitob o'qiganda insonning so'z boyligi oshadi, sohani teranroq tushunadi va o'zini yaxshiroq tushuntirib bera oladi. Tak, CTF masalalariga to'xtalaylik biroz. Chunki CTF aksariyat insonimizga qiziq. CTFning nimaga foydasi bor va nimaga e'tibor qilish kerak CTF yechayotgan vaqtda? Masalan, biz bitta videoni dublyaj qilgandik, Hidoyatxon sizdan CTF haqida aytgandi. CTFni o'rnini juda pastlatishga harakat qilishadi ba'zilar. Pentester bo'lish uchun CTF ko'p yechish shart emas, masalan. Chunki CTF haqiqiy hayotdagi anaqalarga o'xshamaydi deb. Bu o'zi umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa, chunki biz yechtirayotgan CTFlarning hammasi real hayotdan olingan, hozir ishlamaydi. Okey, lekin bir vaqtlar ishlagan, real hayotdan olingan. Tushunyapsizlarmi? Tizim qanaqa buzilishini biz masalan SSH portini buzib kirishni o'zimiz qanaqa kod yozib simulyatsiya qilib bermaymiz unga, to'g'rimi? Masalan, SSHni taxmin qilyapman, v1.2.17 versiyasini buzib kirishni juda eski bo'lsa va hozir ishlamasa, u real emas degani emas. Qachondir ishlagan. Va biz o'sha yo'lni ko'rsatyapmiz. Mana bunaqa qilib buzib kirilgan, kelajakda yana shunaqa usullardan foydalanish mumkin deb. Ki to'g'ri aksariyat bu katta lablar oxiriga yaqinlashgandan keyin real bo'ladi va 2025-2024-yillarni o'sha eng ko'p buzib kirilgan va hozir bozorda eng ko'p uchrayotganlardan bittasi. Masalan, men OSP imtihonimga tushgan SSH port orqali buzib kirish zaifligi o'sha men imенно buzib kirayotgan vaqtimda real edi va eng ko'p SSH'lar imенно o'sha zaiflik uchun buzib kirilayotgandi. Va haqiqiy tajriba bo'ldi. 26larni ham buzyapti. Mana Keyin CTF ga o'xshagan narsalarni yechishdan bitta narsa, okey, boyagi zaiflik hozirda ishlatilmasligi mumkin. Lekin xuddi shunga o'xshash, oldin ishlatilgan ma'lum bir zaifliklarni doimiy tarzda yechib borish boyagi o'quvchini mindsetini shakllantiradi, haqiqiy mindsetini. Va u keyinchalik, okey, hozirdagi eski zaiflik bo'lishi mumkin, lekin boyagi mindsetni ishlatgan holatda keyinchalik o'zi ham xuddi shunga o'xshash kelajakda ma'lum bir yangi zaifliklarni kashf qilishga juda katta yordam beradi. Ya'ni CTFning mantig'i praktika. Masalan, tez yozishni o'rgangan insonga tekst beramiz va tez yozishni mashq qil deymiz, to'g'rimi? CTFning praktikasi shu. CTFni bizga beradigan narsasi kelajakda biz chiqib pentest amaliyot bajarayotganimizda qarshimizdan chiqadigan simulyatsiyalardan bittasiga moslasha olish va o'sha paytdagi simulyatsiya bo'lmaydi, endi haqiqiy hayot кейsi bo'ladi. CTF ahamiyatiga qo'shimcha qilmoqchi. Hop, pentester degani o'zi tizimda zaiflikni topib, uni eksploit qiladigan odam. CTF bo'lsa o'sha pentester bo'lishi uchun fundament. Ya'ni CTF degani o'zi capture the flag bo'lsa, u flagni topish uchun harakat qiladi. Bilgan narsasidan foydalanadi. U qanday qilib oddiy bitta CTFni, oddiy Linux komandasini ishlata olmasdan topa olmagan odam ertaga nima deydi, qaysi zaiflikni topib, qanday eksploit qilish mumkin.
Ya'ni CTF'ni ishlash uchun ham, flagni topish uchun ham hacker mindset kerak. Zaiflikni topib turib, buzib kirsam hacker mindset kerak. Shunaqa. Hacker mindset degani u haqiqiy black hat qanaqa fikrlaydigan bo'lsa, o'sha o'rnida bo'lib fikrlash. Ya'ni O'shan simulyatsiyasini qila olish. shunaqa. Ya'ni nima qilsam, mana shu narsa buziladi yoki nima qilsam o'sha flagni topa olaman. O'sha narsani shakllantira olish uchun CTF baza. Usiz iloji yo'q. Yes, shunaqa. Shu qismda hozir aytdingiz, masalan, black hackerlarni mindsetini tushuna olishimiz kerak deb. O'zi aslida offensive security mantig'i shu-yu. Black hat hackerlar nima qilamiz? Simulyatsiya qilamiz, ular qilayotgan ishlarga tayyor turish uchun, to'g'rimi? Va o'ylab qarasam, keyingi kelajakdagi 5 yillik deylik, davay, keyingi kelajakdagi yillarda ham o'sha qora hakkerlar bor va davomiy tarzda harakat qilishadi buzib kirish uchun. AI dan foydalanib. Va xuddi shu narsa ish yana xuddi shunaqa holatga yana bizga qaytadi, pentesterlarga qaytadi yoki white hat hackerlarga qaytadi. Ular nima qiladi? Black hat hackerlarni usullarini, LLM modellarini olib, test qilib ko'rib, ustida ishlab nima qiladi? O'zinikini ustida ishlaydi va himoya mexanizmlarini qurishni boshlaydi. Va shunaqa davom etar ekanmiz aslida. Shu insoniyat shu davrigacha miltiqlardan, kamon o'qlardan, yoylardan, toshlardan va hokazolardan foydalandi. Bu yog'iga endi virtual hayotga o'tdik, to'g'rimi? Aksariyat, endi 100% o'tmadik. Aksariyat qismi virtual hayotga o'tdik. Va endi urushlar virtual olamda bo'ladi. Chunki men urushning asosiy maqsadi nima? Bosib olgan joyimdan foyda olish, talon-taroj qilish, to'g'rimi? Uyda o'tirib kompyuter orqali talon-taroj qilasam nima yurishim kerak? Va virtual hayotimiz shu tomonga qarab ketyapti. Hidoyatxon, kiberxavfsizlikning regulyatsiyalari va kiberxavfsizlik bilan bog'liq keyingi 5 yillikda o'zgarishi mumkin bo'lgan yoki siz taxmin qilayotgan prognozlar AI bilan bog'liq nimalar bo'ladi? AI bilan bog'liq ancha shaxsga doir ma'lumotlarga qattiqroq urg'u beriladi. Sababi generativ AI xoslaviy sun'iy idrok, ya'ni rasm yasash, video yasash, ovozni klonlashga bog'liq insidentlar ko'payib boryapti. Ya'ni kimdir ovozini nusxalab olib yoki kimdir ko'rinishini nusxalab olib turib, bunda phishing hujumlaridan foydalanish O'zbekistonda ham kuzatilib turibdi va mana shu qonun kuchaytirilsa kerak. Ya'ni O'zbekistonda yaqinda qonun qabul qildi bo'layotgandek, shunga o'xshash qonunlar shaxsiy doir ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha qonunlar kuchaytirilishi menimcha bizni kutib turibdi. Va bu o'rinda ham bizga kiberxavfsizlik mutaxassislari juda ko'p kerak bo'ladi. Yaqinda 15 million o'zbek fuqarosini pasport tarqalgani haqidagi ma'lumotlar sizdirildi, lekin bu ma'lumotni vazirlik rad etgan bo'lsa ham, bu yerdagi zaifliklarning ichida o'sha hacker buzg'unchi description bergan joyida Log4Shell zaifligini keltirib o'tgan. Bu zaif haqida adashmasam hadda onlayn darslar bo'lganda, bepul darslar 6 kunlik dars ichida, ya'ni 2001-yildagi zaiflikdan u foydalanganini e'tirof etyapti. Bu nimadan aytadi? Birinchidan biz shaxsiy doir ma'lumotlarni qattiq himoya qilishimiz kerak. Ikkinchidan, CTFlarda bo'lsin, boshqa joylarda bo'lsin, eski zaifliklar, eski buzish usullari o'rgatilayotgan bo'lsa ham, hozirgi joriy tizimlarning aksariyatida bu narsalar hali ham bor. Ya'ni hamma tizimlar, hamma tarmoqlar ham oxirgi versiyadagi texnikalarni, operating tizimlarni, tarmoq vositalarini ishlatmayapti. Okay, rahmat. Yana bitta qo'shimcha bor. O'sha eski narsani buzyapmiz deganlar har kuni chiqqan yangi CV'larni o'qib turish kerak. Sababi o'sha zaifliklar orasida yana React to Shell degan bir zaiflik bor edi. 25-yil dekabrda chiqqandi. 26-yil buzilishiga sababchi bo'lyapti. O'rtada bir necha oy shu o'tdi xolos. Atigi. Svejiy chiqqan zaifliklardan biri. Ajoyib. Xo'p, va nihoyat suhbatimizni oxiriga yetib keldik. Bugungi suhbatimiz AI va kiberxavfsizlik bilan bog'liq bo'ldi. Asosan biz kiberxavfsizlikni o'rganmoqchi bo'lganlar yoki o'rganayotganlarni ketayotgan yo'lini muhokama qilishga harakat qildik va relax, hammasi joyida davom etsanglar bo'ladi. Hali yana bemalol vaqtimiz bor. Ulgurishinglar kerak bo'lgan juda ko'p narsa bor. O'tkazib yuborgan juda ko'p narsalar bor bilaman va ulgurishinglar mumkin. Ayniqsa hozir eng vaqti. Va keyingi suhbatimiz mavzusi AI hacking bilan bog'liq bo'lsin deb rejalashtiryapman. Keyingi haftada yoki undan keyingi haftada bo'ladigan suhbatimizda real case'lar tayyorlab kelsanglar va bitta buzib kirish amaliyotini AI bilan vibe hacking qilaylik. Boyagi bitta anaqa chiqishni boshladik, mish-mish chiqishni boshladik, bo'ldi. Boyagi kursor chiqdi yoki AI toollar chiqdi, dasturchilar hammasi ishsiz qoladi va hokazo. Ma'lum yon atrofimda bittasini ham ko'rganim yo'q. 2 yil oldin aytilgandi bu gaplar, hali birortasini ham ko'rganim yo'q ishdan ketganini yoki naborat ko'proq ehtiyoj sezilyapti va tajribali dasturchi mutaxassislarimiz bor bir dunyo O'zbekistonda ham. Ular shunaqa fikr aytishyapti. Okay, AI keldi, kirdi hayotimizga. Endi zadachalarimiz ko'paydi. O'sha ish, o'sha davom etyapti. Faqat zadachalarimiz ko'paydi deyapti.
Chunki endi ko'p narsani tezroq qila olaman. O'ylab ko'ringlar, ko'p AI yordamchilarim bor, yo'naltirib tursam bo'ldi. Men ko'proq ish qila olaman. O'sha qoldi deyishyapti. Va biz ham test qilishimiz kerak aslida. Pen testing amaliyotlarida AI bilan vibe hacking qilishni. Tushunarlimi? Va o'sha mavzuyimizda gaplashamiz Bekzod ochgan qismini. Ana ChatGPT ga kirib Wi-Fi buzishni o'rgatsak o'rgatmaydi-ku la'nat. Va biz o'sha jarayonda o'sha Wi-Fi ni AI toollarimiz bilan buzib kirishga harakat qilishimiz kerak. Qanchalik real case bular, qanchalik tizim ma'lumotlarini tushunishimiz kerak, qanchalik oldindan bu amaliyotlarni boyagisini mantig'ini va hokazolarni tushunishimiz kerak va ish joyida bularni qo'llay olishimiz mumkinmi yo'qmi? Shular haqida gaplashamiz. Asosiy mavzuyimiz bo'lmaydi. 20-30 daqiqamizni aynan shunga ketqizamiz va ba'zi case'larni ko'rib chiqamiz. Global case'lar bo'lsa, ularni ham research qilinglar va agar sizlar ham ko'rsanglar, izoh yozinglar, nimani buzib kirishimizni xohlardinglar, AI vibe hacking qilib. Tak, bolalar hammanglarga rahmat. Tak, hammanglarga rahmat ko'rganingiz uchun, podcast ko'rganingiz uchun. Savolinglar bo'lsa izohlarda yozinglar, ularni hammasini o'qib chiqamiz va keyingi suhbatlarimizda nima qiziq sizlarga, kiberxavfsizlikni boshlamoqchi bo'lsanglar, kiberxavfsizlik nima ekanligini tushunmoqchi bo'lsanglar, AI ni kiberxavfsizlikdagi yangi chiqarayotgan tool'larini bilsanglar va hokazo hammasini bizga yozinglar, biz analiz qilib keyingi videoda olib chiqishga harakat qilamiz va keyingi haftada uchrashguncha